Men o'tdagi ustalardan ham tezroq harakat qilardim-da, qanaqadir. Amerika qarz berasizmi odamlarga? Odamlarga ishonadigan odamman-da o'zi. Juda ham ishonib ketaveraman-da odamlarga. Sizga o'xshagan krupniy kitlar ko'p-da, hech bo'lmasa. Oddiy misol hozir kit deb tashamaylar, qo'yinglar endi. O'zi вообще-то shu ayol kishini biznesga qo'shish qanchalik to'g'ri? Ayol kishi aqlli bo'lsagina hurmatga ega-da. Qattan ham qildim degan qanaqadir paytlar bo'lganmi shu? Yuristim $40,000 aldab ketgan meni. Nimaga Woodline'ni 50% aksiyasini deylik sotib yordingiz? Daromad yo'q. Daromad umuman yo'q. Ko'chadan $500,000 qarzimiz bor. Qanaqadir payt bo'lganmi, что bo'l asab o'ynadi, yig'ishtiramiz, bo'l yig'ishtir degan narsa bo'lganmi? Bo'lgan. Tez yugurayotgan moshina oting bor-da, lekin saunni boshqara olmayapsan-da. Nima kerak bor unaqa? Hammaga assalomu alaykum. Bizani mana bu yangi proyektimiz Pul Top proyekti. Birinchi выпуск bizda hozir yangi loyiha. Birinchi mehmonimiz Damir aka, Woodline Pro mebel sexini asoschisidan biri bo'ladi. Damir aka, xush kelibsiz. Salom. Assalomu alaykum. Tanishganimizdan xursandmiz. Birinchi marta ko'rishim sizni. Meni ham sizlarni birinchi marta ko'rishim. Birinchi menga qiziq bo'layotgan savol o'zi misol uchun Woodline Pro misol uchun o'sha biznes yuritayotganingizda, yuritishni bilan boshlayotganingizda ideya qayerdan kelgan? Kimdir misol uchun vdохновиться qiladi bir xillari o'yingizga balkim qayerdandir nimadir ko'rib anaqa yoqib qo'ygandir. Bo'ldi, mana shu narsani qilaman deb. O'zi mana bunaqa bo'lgan. Sherigim bilan biza sherigim bor. Hozir sherik emasmiz, no, bor. В общем, ular bilan bir 18 yoshdan beri ishlaymiz-da birga. Nima ish qilsak ham, buni ular bilan qilamiz. Tariximiz juda uzoq. Keyin aylanib O'zbekistonga kelib qoldik. O'zbekistonga kelib qoldikda, bitta oddiygina bir mebel sexga ishga kirganmiz, xodim bo'lib. Kirdik-da, o'sha sherik nima uchun kerakligini hozir tushuntirib beraman, как раз. Ishlayapmiz, o'sha mebel sexda ishlayapmiz. Menda talant bordi. O'zimdan o'zim yasab ketaverardim hamma narsalarni. Kichkinagina o'zi o'yinchoq yasab ketaverardim. Просто o'sha mebel sexda sherigim ko'rib qolgan, что meni fikrim shunaqa-ku. Men o'tdagi ustalardan ham tezroq harakat qilardim-da, qanaqadir tez, juda tez. Texnik tomondan men podkovni edim. O'zimdan o'zim qanaqadir talantim bor-da. Qiziqishim bor-da, tez, juda tez. Hammadan o'tib ketib qoldik, короче, o'tdagi bor-da. Keyin o'tdagi management, ya'ni boshqaruvchilar sal susroq. Такой ezmalanib, siypalanib, nimalardir o'ylab yurishardi. Bir konkretika yo'q edi. Dars yo'q edi. Vaqt o'tsa bo'ldi. Unchalik emas, no. Ular уже как будто biznesidan charchagan odamlarga o'xshab qoldi bizga. Sherigim, "Давай, короче, tez boshlaymiz" dedi-da. Biznes boshlaymiz o'zimiz. Men aytayman, nega? To'xta, qara qancha bo'pti ma'lumot olaylik hammasini. Tayyorlanaylik, o'rganaylik, yaxshilab bo'ladi. Borini sug'urib olaylik. Yo'q, da ketdik. Da, bo'ldi mana shu mashina qilib boshlanib ketgan. Shunda nechinchi yil bo'ladi mana shu? 2015, 2016. 2016. Уже 10 yil, почти 10 yil bo'lgan ekan-da. Почти 10 yil normalniy vaqt lekin. 10 yildan beri Woodline Pro bor. Unchalik emas, bu umuman prinsipiy qanaqa qilib mebelga kirib qolganmiz, mebel sferaga. Biz mebel sferaga kirdik, keyin hal bir boshda yaxshi yurmadi. O'zi birinchi zakazim ham zo'r edi. Akamga telefon qildim-da, Vayorni akamga. Divaningizni remont qilib bering, dedim-da. Mayli, remont qilib bering. Shu bilan boshlab ketdi. Boshlanishida shunda divanlarni как бы o'zingizni qo'lingizdan o'tganda, to'g'rimi? Hamma texnik tomonlari, tam yasilgan joylari bo'ladimi, tuzatadigan. Remontdan boshlangan. Hammasi remontdan, потому что yangi yasashga hali kompetensiya yo'q, bilim yo'q. Поэтому remont eng zo'r narsa remont. Hammani ochasan, yoyasan, remont qilasan, keyin tushunib olasan ichini nimaligini. Mana shunaqa ular ketavergan. O'zi asli birinchi o'sha biznes boshlangan necha yoshdan o'zi birinchi biznesni boshlagansiz? Mana shu savol qiziq bo'ldi. Misol uchun Woodline'dan oldin ham aytdingiz, O'zbekistonga keldik deysiz. Tushunishim bo'yicha demak O'zbekistonda bo'lmagansizlar-ku paytgacha. Qayerda bo'lgansizlar o'shanda? Bilan birinchi biznesim 13 yoshda boshlanganda. 13 yoshda menda tipratgan ferma bo'lardi.
Tipratgan ferma. Boqib sotganmisiz? Tipratgan ferma bo'lardi. Tipratgan fermadan boshlangan birinchi biznes. Серьезный такой biznes ishi bo'lgan. Biznes model beramda. Shu tipratgan nech puldan sotardingiz o'sha payt? Esimda yo'q, no qimmat bo'lardi-da. Потому что birinchi kurtkamni o'zimga kurtka olganman. Birinchi o'zim yaxshi ko'rardim-da. Topgan pulimga kurtka olganman. 35 ming so'mga olganman-da kurtka. Normalniy zoqqa bo'lganda 35 ming so'm o'sha payt. 35 ming so'm, ну да, unaqa yomon summa ham bo'lmagan. O'sha paytda juda серьезный summa bo'lgan. Taxminan qaysi paytda edi o'sha? Salkam 20 yil oldin. Aha, ну да. 35 ming. 20 yil oldin Mayk yosh bo'lgan ekan. Juda серьезный edi. Endi значит, tipratgan примерно 10 ming so'm, 15 ming so'm, даже 20 ming so'm turishi mumkin edi o'sha payt. Ya'ni sezoniga qarab boshqacha bo'lardi. Xaridoriga qarab ko'proq. Tushunarli. Qiziq, lekin tipratgan sotmagan ekan lekin shu paytgacha chiqadi. Tipratgan faqat dalada ketayotgan top qolardim. Men faqat top qolardim. Mana faqat top qolardim. Men sotardim ular. O'zi qanaqa bo'lgan? Onam bilan ketyapmizda, marshrutkada ketyapmizda. Kimdandir so'radimi, kimgadir aytdimi, nimadir chiqib ketmadi, o'tib ketdi-da. Tipratganning narxi mashincha dedi-da. Ting biznes ideya keldi. Ertasi kuni borib topib, Bu moment. Da, kuchugim bor edi. O'zi kuchugim bor edi, Baykal degan kichkina kuchugimcha bor edi. O'sha tipratganni zo'r ushlab qo'yardi-da, topib qolardi. O'zi bor, tis topib qolardi. Borib bir kechada bir qop tipratgan olib kelganman masalan. Bir qop? Bir qopga sirasini suvga solib. Prям o'zi terib olgansiz. Men o'yladim birini sotib olib, keyin ko'paytirib, keyin boqgansiz. O'zi dalaga chiqdim, tirs yig'ib oldim. Осенний сезон edi. Dedi sentyabrlar edi. Ta yig'ib oldimda qo'rqib, qorong'i-yu, bitta o'zing ketib olsan, dala emasmi? Chiya borayni baqirib qolsa, shu ganyalarga tushib. Yaxshi biznes ekan, lekin o'ylab qarasa. Ko'chadan terib odamlar sotib olish. Yo'q, o'ta fishka boshqa narsa dedi-da. O'sha payt tipratgan arzon edi-da. O'sha payt arzon. U keyin iyun oyi, iyun debman, yanvar, fevral oylari qimmat bo'lgan paytgacha ushlash kerak. Qanaqa qilib ushlaysan uni? Tipratgan, o'shaning uchun ferma qilinadi-da, прям katta такой volyer tegidan. Ну, короче, uni просто boqishga olishgan-da, to'g'rimi? Undan foyda yo'q o'zi. Boqishgan, uni yeyishga olishgan. Tipratgan go'shtni Alish bo'lmadi. Потому что kasal bo'lib qolganlar davolanaman. It go'shtini yeganda xuddi shunaqa tiyapti. O'shanga ekzotik emas, davolanaman deb olganman. O'shancha qimmatda. O'zi redkisi yo'q, qayerdan topasan uni? Fevral oyida. Unda hamma sizga o'xshab dalaga kuchi qo'yib orqada yurmaydi. Lekin konkurentlar ham bo'lgan keyin nima deysiz? Даже o'shanda hammi? Конечно. Tushunarli. Konkurentlar hamma yerda bor. Boshlanamiz. Soqqa bo'lsa bo'ldi. Shunaqa. Menda hozir bitta savol bor edi. Ozgina endi Woodline temasidan tashqariga o'tib ketib qoldi. Yana Woodline temasiga qaytib kelsak. O'zi mana shu mebel nishasiga, mebel sohasini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga nima maslahat bera olasiz? Yo'q, endi просто so'rayotganlari, misol uchun konkurensiya ko'p-da. Misol uchun sizga o'xshagan krupniy kitlar ko'p-da, tushunasizmi? Oddiy misol hozir kit tashamanglar, qo'yinglar. Misol uchun Divanchi ham, Woodline Pro ham как бы ko'plar уже biladi-da bu haqida. Misol uchun Instagramda ham ko'p ko'raman-da. Qaranglar, hozir tushuntirib beraman. Woodline ko'p chiqadi lekin. Yaqinda bir 2 hafta oldin sherigim chiqib qoldi. O'zi yaxshi tanishim chiqdi-da, короче, startup qilmoqchiman dedi. Давай, gaz, короче, tarsa. Gaplashib o'tirdik, bitta o'yladik, nima qilamiz, qanaqa ideya. Bitta ideya bilan keldilar, oxiri ideya ozgina o'zgardi-da. Bir normalniy ko'rinishi keldi, realniy, ishlaydigan ko'rinishi keldi-da. Ketdilar. Deadline'larni kelishib oldik. Davay, короче, ertasi kun planlarni yozib tashlaganlar menga уже. 2 haftadan keyin mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. 1 oydan keyin zapusk, Play Marketga tam aytdi. Okey dedim. Qanchadan keyinda telefonlashyapmiz. Уже ancha vaqt o'tib ketgan, уже deadline bo'yicha kelish kerak edi. Vaqt, уже zapusk, уже Play Marketda bo'lish kerak startup. Men pul tikaman deganman. Bo'ldi, davay, gaz deyapman. Telefon qilyapman-da, aytyapti. Damerga qaramabsiz, soобщение qo'yasiz nimada Telegramda. Nima problema desam? Qani deyman. Bozor o'rganib chiqdik, bitta уже tayyor produkt bor ekan bozorda. Nomi nima desam? O'shga Telegramga yozib qo'y. Xo'p, bozor qanchasini egallagan? Hamma yoqda bormi уже? 90% nima qanchasini egallagan? Yo'q, hali ular chiqarmagan deyapti. Lekin produkt o'zi tayyor ekan.
qanaqa? Qatdan bilishgan ular. Qattandir bilishganda. Keyin o'shaning uchun qimmat deyapsan. Endi motivatsiyalar tushib ketdi-da. Akfa 99.9% bozor egallaganda nechta brend hozir yana oynachilar. Foiz Akfani foiz sekin kamaymayaptimi hozir? Ya'ni endi romchi sferada bo'lganimizdan keyin o'shaning ichida yuribmiz hozir yana bitta startapimiz bo'yicha bilyapmiz shu narsa ishlayapti. Duxi bor-ku o'sha bolalarni ham ochilyapti. Qanaqadir kichkina nishalchalarni ushlab olib, eng arzoniga, masalan, Akfa arzon emas, eng arzoniga kirib olyapti. Yana qanaqadir joyga kiryapti. Yana qanaqadir joyga ilinib olyapti. O'sha yerda sekin chiqalyapti. Tipatgan sotilayotgan joyda tavba qilib, nega mebel sotilmaydi? Nishshivoy mebel chiqarsa bo'ladi, nishshivoy. Men bitta brendda bilaman, faqat pufik chiqarishadi. Pufik mana o'tiradigan aytasiz. Da, oddiy pufik mana. Вообще qanaqa nishshivoy tovar ularda. Kirsa bo'ladi. Kimdir faqat individual stollar chiqaradi, kimdir faqat individual qanaqadir divan chiqaradi. Ya'ni nishalar juda ko'p. Uni prosta nima deydi? Kirish kerak, bosish kerak, harakat qilib ko'rish kerak. To'g'ri, bittada o'qish emas, ikkitada o'qish emas, uchinchisida o'qishaydi. Oddiy misol biz nimadan boshlaganimizni aytib bersam hozir tushunadi ular ham. Bitta nisha bor. Hozir u nisha bormi yo'qmi bilmayman, lekin o'sha payt bor edi, почти 10 yil oldin. Restavratsiya matrasov. Qalay eshitilyapti? Skirt emasmi? Ma lekin matras уже yetilgandan keyin sotaveraman. Oxirgacha aytib olaman, agar qarshiliklar bo'lmasa, hozir pul topish usulida. Restavratsiya matrasov в квартирах посуточно. Опа. Qalay eshitildi? Реставрация матрасов в квартирах посуточно? Понимаешь, да? Какие-то матрасы. Bo'ldi. То есть mana shu matraslarni ham restavratsiya qilganmiz даже. Tushunishingiz uchun, даже mana shu matraslarni ham restavratsiya qilganmiz. Потому что biz просто pul topishimiz kerak. Bizga farqi yo'q edi. Bilardik shu yerda bor soqqa mana matrasda soqqan. Mana shu matrasni remontida soqqan. Tasavvur hozir mana любой mebelchi matras remonti nishasida soqqa bor ekan, o'sha. Rostdan juda даже eshitilishi ham qanaqadir samnительно, lekin biz pul topganmiz o'sha temada. Ishlaganmiz-ku. Нормальный pul bo'lgan. Через реставрацию divanov yangi divan yasashga o'tganmiz-da. Ya'ni kirib boramiz klient uyiga, divan restavratsiya qilib berib, kiramiz, slishka musam aytdim, "Da, yangi yasab beraman." Chota bu slishka. Nech pul bo'ladi? Bo'ldi. Ketdik. Уже yangisiga o'tib ketganmiz mana shunaqa. Matras ham xuddi shunaqa. Restavratsiya qilyapmiz, qaysi payt tushyapmiz, уже yangi ishlab chiqarsak bo'ladi bularga. Смысла нет ремонтировать. Bo'ldi. Klient uyi уже biz uyiga kirib bo'lganmiz. Не то, что klient bizdan do'konga kelgan. Biz уже klient uyidamiz o'sha payt. Sotuvchi klient uyida bo'lsa, tasavvur qilinglar, u любой narsa sota oladi. Потому что uni klient oldi olmaydi. Klientdan so'rash kerak emas, informatsiya olish kerak. Men ko'rib turibman, hamma narsani shunday mana sharoitni ko'rib turibman. Divan ahvolini ko'rib turibman, stol, kravat ahvolini men ko'rib turibman hammasini. Klient kiyinishidan boshqasidan xulosa chiqaraman yo'qdanda sharoitlari haqida. Tirs zakaz olindi, ketadi, zakaz olindi, ketadi. Mana shunaqa qilib bo'lgan o'zi boshida. Do'kon ochib qo'yib o'zimiz hozir do'kon ochib qo'yaman, hammasi zo'r yuradi deganligimga ishonmayman, yurmaydi. San konkurenting Woodline qanaqa qilib yurish mumkin? Do'kon ochganingdan nima foyda? To'g'ri. Bor, birinchi o'rgan, mebel nimaligini ichiga kir, qaysidir nishani ichiga kirib ol, bos. Masalan, shunda borib hozir Woodline'ni yonida ochib qo'ymaysan, lokatsiyasiga ishonib, yonida ham do'kon ochib qo'ysang, hech kim kelmaydi o'tga. To'g'ri. Ishonch yo'q. Gap ishonchda emas. Nima pul olib kelyapti o'sha ключевой mana shunaqa narsa borda o'zi. Qanaqa og'riqni hal qilyapti o'sha bizani brend masalan, qaysi og'riqni hal qilyapti? O'sha og'riqdan kelib chiqish kerak-da. Menga to'g'risi shu narsa qiziq bo'ldi juda ham. То есть mebelda ham nishatsiya qilsa bo'ladi. Menda tasavvurimda o'zi mebel magazin deganda, mebel magazinda просто hamma mebellar bo'lishi kerak deb o'ylardimda. O'zi mana shu yana shu savolimga qaytib kelaman. Mebel sohasida misol uchun aynan bir qaysi nishadan boshlasa bo'ladi? Qaysi biri как бы osonroq deb o'ylaysiz? Bu yerda mana bunaqa narsa ham bor-da, mana bitta narsani tushunish kerak-da. Yaqinda ham yana o'sha bitta razbor qildik, bitta xodimimiz razborida zo'r bo'ldi-da. Men biznes boshlamoqchiman deyapti xodim. O'zi zo'r chotki, даже partnerstvoga olishga arziydigan odamda. Men, короче, biznes qilmoqchiman dedi. Naimdan ketmoqchiman dedi. Biz aytdik, "Xo'p, mayli, okey, давай." Keyin razbor qilyapmiz, и so'rayman.
sizga siz ko'proq pul topmoqchimisiz yo просто o'zingiz narsangizni qilib ko'rmoqchimisiz? Bu yerda mebelchilardan biroz so'rash kerak shu narsani. Siz pul topmoqchimisiz ko'proq yoki просто o'zingiz narsangizni qilib ko'rmoqchimisiz? Agar pul topmoqchi bo'lsangiz ko'proq, unda sразу keyingi savol nima narsa qo'lingizdan zo'r keladi? Потому что biz ham o'zimiz mebel boshlamaganmiz. Mani partnyorim, sherigim mani qo'limdan kelishini ko'rib turib, mani kuchli taraf, bizani komandani kuchli tarafidan foydalandi xolos. Tushunarli. Ya'ni bu необоснованно emasda, masalan, talanti bor, chotki qanaqadir konstruktor bilan oddiy ikkichi solishtirib olmaydi ularni. Ularni talanti har xil. Соответственно, ular har xil nishada ishlash kerak. Umuman, konstruktorlikdan boshqasidan xabar yo'qmi? Restavratsiya matras. Это единственное. Lekin jirkanmaydimi har xil iskirtishlardan? O'shanaqa nishaga kirish kerak. Tushundim. Agar super qanaqadir kalasi zo'r ishlaydigan kreativniy bo'lsa, unda individualniy zakazga kirish kerak. Потому что u yerda qiyin dizaynerskiy divanlar balobatlar. Agar masalan katta soqqasi bormi, unda konveyerga kirish kerak, ya'ni seriyniy производствоga kirish kerak. Ya'ni hammasini nisha sara kuchli taraflardan kelib chiqqan holda gapirilish kerak bu narsa. Tushundim. Zo'r maslahat berdingiz. Qarang, keyin savol именно menimcha Woodline'ga уже tegishli bo'lsa kerak, chunki o'shandan boshladik. Biznes paytida, o'sha biznesinglarni qilayotganinglarda eng katta qilgan xatoyingiz, misol uchun o'zingiz qayerdan ham naq qildim degan qanaqadir paytlar bo'lganmi, shu o'zingiz bilan afsuslanib ketgan joylaringiz? Hozir tushuntirib beraman. Eng katta xato bizda xatolar juda ko'p bo'lgan. Endi прям такое. Давайте топ 3 xatoda. Давайте. Топ 3 xato bo'ladigan bo'lsa, pulni noto'g'ri odamlarga ishonish. Bu birinchi xato. Misol, yuristim $40,000 aldab ketgan meni. Mana даже shunchalik ham bo'lgan. Yuristni qo'liga pul berib qo'ydim, $40,000 aldab ketdi. Tam qaysidir viloyatda do'konimiz bor edi, do'konni menejeri bir $15,000 urib ketgan. O'g'irlagan. Ya'ni mana shunaqa odamlarga pulli ishonish, ya'ni sherik, bu ham sherikchilikda sherikni to'g'ri tanlash degan joyi bor. Masalan, bitta sherik bilan ishlash boshlagandan ikkinchisiga ham ishonasan-da, потому что bunisi zo'r-ku, bunisi ham yaxshi bo'lsa kerak deysan. Как бы psixologически sen tayyorsan уже, что sherik нормально chiqadi. И тут mana shunaqa narsalar bo'lgan. Bu birinchida. 3-o'rindagi xato. Ikkinchi o'rindagi xato bu, наверное, nastavniksiz ishlash. Baribir nastavniklar bor edi, topish kerak edi, yaxshilab qidirish kerak, topa olmaganmiz. Babi o'zingiz shu nishadan prям kelgansiz, uni qayerdadir babi kimlardir ishlab kelgansiz, u yerda maslahat berishga nastavnik bo'lmagan. Ya'ni o'sha necha 7 yil ichida nastavnik bo'lmagan. Da. Marketing bo'yicha u nastavnik bo'lmagan normalni, o'shani topish kerak edi. Biz qidirmaganmiz normal. Odamga o'sha qidirmadik. 3-chi xato bu endi top 1 xatoda endi. Topoviy xato bu масштабирование. Необоснованное масштабирование, давайте вот так вот, да. Nima degani необоснованное масштабирование? Masalan, bitta do'koning hali pikka chiqmaganda, lekin ikkinchisini ochyapsan. Da. Yoki bitta modelni hali pikka chiqarmadingda, ya'ni eng zo'r mato tanlamading unga. Eng zo'r marketing qilmading. Eng zo'r cross produktlar tayyorlamadingda atrofga, lekin ikkinchi produkting bor. Hali bunisi oxirigacha yetmagan, lekin senda уже ikkinchi produkt bor. Mana shu необоснованное, неправильное масштабирование или эгоистичное масштабирование deylik. Nima uchun egoist? Потому что bu obro' uchun qilinadi, qanaqadir status uchun qilinadi и так далее. Mana biz soqqa uchun emas bu. Da, soqqa haqida emas, потому что pul haqida gaplashadigan bo'lsa, senga ko'proq pul kerakmi? Nima narsani zo'r qilasan degan o'tamizda yana. O'sha algoritmdan yuramiz. Mana shu narsada zo'rman. Bo'l, davay o'shani oxirigacha bos deyish kerak-da o'sha joyda. Lekin biz o'sha aqlni o'chirib qo'yib, bitta narsada o'xshamadimi, yana narsada qilamiz. Это знаете как? Tasavvur qiling, jimli o'sha qilasizlar, zalga chiqdinglar, shtangani ildinglar-da, qanchadir 100 kilo ildinglar. И aytasizlar, tak, men 10 ta ko'tarsam, o'shanda zo'r bo'ladi. 10 ta ko'tarishim. Yotdinglar-da, bittasiga qilib bir bola ko'tardinglar-da. Keyin aytasiz, o'xshamadi, yana qo'shish kerak. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa, bu ahmoqchilik, полностью вообще boshqa narsa-da. Biznesda ham xuddi shu, o'xshamayaptimi? Kamaytir. Do'konni yop, bitta produktni otib yubor, bunisini otib yubor, bunisini otib odamlarni bo'shatib yubor. Yo'qat hammasini. Ya'ni kontrol qila oladigan уровеньgacha olib kel. Потому что когда ты прибыль topa olmayapsanmi, daromad bu degani kontrol qila olmayapsan degani.
Ya'ni ты не управляешь финансами, ты boshqara olmayapsan. Boshqara olmayotgan bo'lsang, yo'qot, yop hammasini. Потому что qachonlardir boshqara olgansan-ku eng boshida. O'sha qachon pul topgansan, mana shu payt, ana o'sha o'ringacha olib kel. Da, undan keyin sekin qo'shib borasan yana. Mana shunaqa joyi bor. Tushunadi. Birinchi 3-chi xatoni aytdingiz-ku. Ishonib, misol uchun, yuristimga $40,000 aytdingiz-ku, aniq sarflab yuborganman deb. Вот, o'sha situatsiyada, misol uchun, o'shandan kelib chiqqan savol, bir xil biznesmenlar bor, ishga o'zini qarindoshini oladi-da. Именно shu sabablarmi, что odam yedirib ketolmaydi uni, pulini olib ketolmaydi, o'zini qarindoshi nimadir qilib qo'ysa borib topadi-da. Tipa shunaqa narsa. Yo'qolib qololmaydi. Da, o'sha narsaga qanaqa qaraysiz? Men ko'p qiziqaman-da, chunki ko'p biznesmenlarda ko'rganman, что qarindoshini olib keladi, lekin qarindoshi to'liq ishlamaydi ham-da. Просто отсиживать qilib keyin ketadi. Specialist bo'ladi. Unga normalni qarayman, to'g'risi, normalni qarayman, faqat etaplarga qarash kerak-da. Ya'ni qaysi vazifani bajarish uchun chaqiryapsan qarindoshingni. Masalan, menda shunaqa bo'lgan, zakupочный отдел eng такой отделda hamma yoq откат bo'yapti. Ya'ni tushuntirsan, sen zakupkaga odam qo'ygandan keyin hech qanaqasiga kontrol qila olmaysan uni. Hech qanaqasi tekshira olmaysan. Masalan, men uchun отдел zakupki eng qiyin отдел снабженияda. Odamni qo'yganman снабжениyaga. Ya'ni birinchi o'zim, keyin sherigim ham, o'zim ham, keyin уже topshirishimiz kerak, kimgadir berishimiz kerak, odamga qo'yib berganman. Lekin o'zini etapigacha bo'lgan odamlar ham 2 yilmi odamlar boshqargan, keyin уже bolalar topilgan, уже tizimlashtirish kerak, уже porядок qilish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak, odamlarga to'g'ri kelmaydigan vazifa bo'lgan. Bo'ldi, уже odamlar bilan xayrlashib qoldi, и o'rniga boshqa shogirdni qo'ydik, потому что shogird topildi. Ya'ni stoyish shogird topildi. Damir aka, sizni tajribangizda как бы ustoz bo'lmaganman-da, hammasini o'zim boshlaganman, hammasini o'zim o'rganganman dedingiz. Lekin ko'p tadbirkorlarda, ko'p biznesmenlarda kimdandir ilhom oladigan baribir yoki kimdandir nimasi bo'ladi. O'rganadigan yoki baribir biz aytsak qanaqadir ustozi bo'ladigan odam обязательно topiladi-da. Sizda shunaqa kimdir qanaqadir biznesmenmi deylikda, shu kimdirdan ilhom oladigan odamingiz bormi sizda? Yo'q, unaqasi bo'lmagan, konkretniy tadbirkor bo'lmagan. Menga masalan motivatsiya beradigan sherigim edi-da. Потому что hech bo'lani bilmaysan, hech bo'lani tushunmaysan, как это слепой котенок deydi. Da. Lekin sheriging ketyapti yoningda. Скорее всего borish kerak. Da. И u ham xuddi shunaqa ketyapti, normal, bosish kerak. Ya'ni поддержка bor. Da, sherik nima uchun kerak? Особенно boshlang'ich etapda, birinchidan sandan kuchliroq bo'lish kerak sherik. Da. Bu degani ikkala tomonlama bir-biridan kuchli bo'lish kerak. Bu degani ikkalasida har xil narsa kuchli bo'lish kerak. Bir xil sherik bu, agar sizlarda masalan bir xil zo'r top menejmentda ikkita bir xil odam bo'lsa, bittasini bemalol bo'shatib yuboringlar, foydasi yo'q. Ikkita har xil bo'lish kerak. Sherik ham shunday, ikkita har xil. Просто ularni nima deydi? Qadriyatlari bir xil bo'lish kerak bo'ldi. Qadriyati bir xil bo'lsin-da, lekin intellekt har xil bo'lsin, ya'ni naklonностьlar har xil bo'lsin. Bizda ham shunaqa bo'lganda. Sherigim zo'r переговорщик. Ya'ni переговорda просто yorvoration qiladi. Da, o'zlari duduqlanib gapirsa ham savdani yorib tashlaydi-da. Потому что savdo u переговорda, ya'ni переговорщик, zo'r переговорщик. Menda injenerniy nimalarim bor, talantlarim bor. Men tez tizimlashtirib tashlayman, tez qanaqadir anona qilib tashlayman. Bo'ldi, zo'rda. Men produkt yaratardim, ular sotardi. Bu pullat. Bizda zo'r tandem bo'lgan, o'z paytida mana shunaqa zo'r tandem. Da, bu sheriklar haqida gapirgan gapingizga men qo'shilaman. Lekin bir xil payt shunaqa proyektlar bo'ladiki, sherik bo'lib boshlashgan u ikkita biznesmen, ikkita tadbirkorlar, lekin qadriyati deylik, qadriyati bir-biriga umuman to'g'ri kelmayapti, misol uchun. Shunaqalar ham bo'lib turadi. Har bir biznesni etaplarga bo'lib tashlasa bo'ladi. Realni shunaqa etaplarga bo'lib tashlasa bo'ladi-da. Masalan, boshida qanaqa, o'rtasida qanaqa, oxirida qanaqada, bizda ham shunaqa-ku. Boshida masalan bitta xonada yashirdik. Bitta xona, kichkina bitta xonacha, mana shu yashirdik o'sha xonada. Sherigingiz bilan. Ikkita kravat qo'yib qo'yganmiz, bo'ldi. Hech bola yo'q. Ya'ni вообще, то есть, aytdim, nol emas, minusdan boshlaganmiz-da tam. Undan oldin butovkada yashirdik. O'sha stroykada ishlaganimizda butovkada yashirdik. Тоже shunaqa xona, chayla deylik, 3 ta yashirdik.
24 ga 7 ishlardik, to'xtamasdan. Mana shu dir. Qo'limizdan hech bola kelmasdi, hech bolani bilmaymiz, lekin qilaverardik. O'zi oxiri topildi anavi. Как это, shunaqa narsa bor-ku, дайте мне точку опоры, я могу сдвинуть землю. Даже deydi anu. Yerni ham siljitib yuboraman agar oporani bersanglar. Bizda ham xuddi shunaqa, ham harakat qilaversang, qanaqadir joyga ushlab olasan-da, biroz anu tipratikkan narxiga o'xshab. Ushlab olsang, bo'ldi, o'shani qarab, o'shani atrofida surasan-da, hammasini o'zingga to'g'rilab olasan. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Hech narsa qo'limizdan kelmasa ham harakat qilaverdik. Biz bildik bitta narsani, что kuchli tarafimiz harakat qilish. Ya'ni-da o'sha nima sizlarga tam pul beradi? Harakat. O'sha bizda yo'q anavi, как это, когда sal-pal tushunarliroq bo'lsa ham mayli-da, tushunarli emas-da, hech narsa. Поэтому nima qilishga to'xtamaslik kerak. Bo'ldi, bizda o'shanaqa bo'lgan-da, biz to'xtamasdan bosardik. Keyingi etapga o'tamiz, ko'proq pul topishimiz kerak endi. Уже qanaqadir opora oldik, endi ko'proq pul topishimiz kerak. Nima qilishga strategiya qurish kerak-da. Qanaqadir yo'nalish qurdik, qanaqadir yo'nalish etapgacha bordik, bo'ldi, gaz. Keyin 3-etap masalan, dalshi rivojlanish kerak. X10, X20, X30 bo'lib ketish kerak. Yana kattalashtirish kerak-da kompaniyani. Yana strategiyaga qaytasan. Endi bu strategiyada sherik kerakmi, sherik kerak emasmi? Boshida to'g'ri, kerak, потому что hech narsa tushunarli emas, хотя бы shanslar ko'proq bo'lsa nimadir ushlab olasizlar, потому что opor yo'q. O'rtasida ham shanslar ko'proq bo'lsa sizlar yo'qotib yormaysizlar hamma narsani, потому что хотя бы там qanaqadir hali menejer sostav yo'q, hali admin resurs yo'q, kimdir buxgalteriyaga qarab tursa, kimdir savdoga qarab tursa, kimdir, ya'ni просто odam kerak-da. A 3-etapda уже admin resurs yetarli. Bu yerda ham admin resurs yetarli, komandalar tuzilgan, ikkita alohida birjon komandalar tuzilgan. Endi o'ylaysan, bu komandani boshqarishga yana sherik kerakmi yo investor o'zi yetadimi? Investor o'zi yetar ekan, menga shart emas sherik, bo'ldi. Ya'ni etap. Sherik har doim ham kerak emas, o'zini shunaqa vaqti bor. Tushunarli. Damir aka, yana sherik temasiga qaytsak, 3-marta ajrashdim. Uchinchi reelsizni ko'rib qoldik. Juda ham qiziq bo'ldi. Nimaga Woodline 50% aksiyasini deylik sotib yubordingiz? Boya aytdim-ku, biznesda o'zi agar logikadan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zining etaplari bor-da. O'sha etaplarni 3-etapga keldik hozir. Ya'ni o'sha bizani o'zimni opitimdan kelib chiqib gapiryapman-da, o'zimni malakam deydimi, o'zimni malakamdan kelib chiqib gapiryapman. O'sha действительно hamma narsani o'zining etapi bor. O'zining nimasi bor, formasi bor. Hozir shunaqa formaga keldik, что sherik kerak emas. Mani sherigimga ham sherik kerak emas, menga ham в целом sherik kerak emas. Но keyin yana bitta faktor bor, bu подход к управлению бизнесом, в целом подход. Kimdir sherik bilan ishlab maza qiladi, kimdir sherik bilan ishlab maza qilmaydi. U ham u tomoni ham bor. Men masalan sherik bilan ishlab maza qilaman. Sherigim sherik bilan ishlab maza qilmas ekanlar. O'shani bildim. Потому что baribir qanaqadir anavi bor. Qanaqadir xatelka bor-da. Hammada o'zining xatelkalari bo'ladi. Kimgadir tam mani biznesim deya olish kerak. Kimdir aytda menga sekin kelyapti. Sheriklarimizdan qilib qo'yganmiz degisi keladi. Kimdir shunaqa, kimdir bu tomon yurgisi keladi. U tomoni ham bor. Sherigim bilan o'tirdik, gaplashdik. Hozir shunaqa etapga keldik, что ularni protsessida men ishtirok etmayapman, aytayapman ularga. Men biznesingizda ishtirok etmayapman umuman, sizni protsesslaringizda. Yarmini to'lashga tayyormisiz topgan pulingizdan desam, deb qoldilar-da. Shundan tushundim. Shunaqa payt misol uchun biznesni siz hozir sotib yubordingiz-ku, to'g'rimi? U siz sotib olgingiz kelmadi. Misol shuncha vaqt necha yil bo'ldi, vaqtingizni ketqizdingiz, mehnat qildingiz, nimalardan boshlab keldingiz-da, oxirida sotib olishga qanaqa ko'zingiz qiydi mana shu narsani? Shu qiziq bo'lyapti menga. Tushuntirib beraman. Опять же, nima xohlasan? Ko'proq pul topish xohlasanmi yo o'zingga narsa yoki Woodline bilan Woodline egasi bo'lmoqchimisan? Ko'proq topmoqchiman. Menga Woodline u boshqa narsa menga qiziq emas. И o'sha payt nima tarafing kuchli? Nima tomoning, nima qo'lingdan zo'r keladi опять. Yana o'sha narsaga qaytamiz. Meni qo'limdan zo'r keladigan narsa bu sherik top, biznes qil, sherik bilan qanaqadir etapgacha yetkiz, sotib yubor. Woodline case'ida zo'r chiqdi-da u narsa masalan.
biznes qil, aysar etapgacha olib chiq, sotib yubor. Sheringni o'zi gami, ko'chgan farqi yo'q. Aha. Bo'ldi. Hozir divanchida faqat siz o'zingizsiz, to'g'rimi? U ham как juda zo'r bilmagan divanchi haqida, но Woodline'ni как бы analogida, to'g'rimi? Shu yoki Divanchi biz premialniy brend sifatida yaratganmiz boshida. Sherigim qilganlar, premialniy brend sifatida qilganlar, lekin u yurmadi u tema, потому что admin resurs yetmadi. Tuppa minusga kirib ketdi, yopib yubordik. no bu ham o'zi mebelga tegishli. Mebelga. Hozir Divanchi bu B2B kompaniya. Ya'ni B2B nima, опять же, nishaga qaytadigan bo'lsak-da, nishivatsiya qiladigan bo'lsak, segment bu kompaniya B2B segmentda ishlaydi. O'zi ko'chaga sotmaydi bittalab, faqat optim sotadi. Bo'ldi. Bizning klient bu do'kon. Masalan, do'konlar Popolniy biz bilan ishlashi mumkin. Bizda ham qancha nechtadir model bor. Biz masalan o'sha modellarni to'liq yetkazib beramiz. Bizning fishkamiz bu, mana опять же, UTP. Shu hozir mebel boshlamoqchi bo'lganligim shu nima maslahat, UTPni chotki tayyorlash kerak. Unikalniy торговое предложение chotki bo'lish kerak, tushunarli bo'lish kerak. UTP 5 ta model divan har doim skladda наличие turibdi. Skladimdan olib sotaverasan. Bo'ldi. Ya'ni oddiy UTP, juda tushunarli, juda prosta. Bo'ldi, biz mana shu bilan ishlaymiz. Woodline shunda sizga hech qanaqasiga konkurent bo'lmaydi. Yo'q, konkurent, biz nishamiz har xil. Faqat divan. Podkastimizdan ko'rib turgan tomoshabinlarga Damir aka qiziq bo'lishi mumkin. Aytasiz-ku, divanchi faqat do'konchilar bilan ishlaydi, как бы B2B deyapsiz-ku. Misol uchun orasida shunaqa do'konchilar bo'lib qolishi mumkin. И ulardan bitta qiziq savol kelib qolsa kerak, скорее всего. Divanchi minimalniy zakaz qanaqa ob'em bilan ishlaydi? То есть minimalniy zakaz qancha bo'lishi kerak? $5,000 boshlanadi. O'zi $5,000 do'kon $5,000 ajratadigan bo'lsa, biz serios qaraymiz do'konga. Agar do'kon bir donasini qo'yib ko'raylik, sotib ko'raylik degan do'konlar men o'zimga qiziq emas, to'g'risi, потому что bu degani bitta donasini qo'yadi, nimasini reklama qiladi uni, qanaqa qilib trafik chaqiradi unga, nima qiladi, qanaqa qilsa undan pul topishga harakat qilaman, tushunmayman u narsani. Masalan, shunaqa do'konlar bo'lishi, masalan, Woodline'ga o'xshagan do'konlar bo'lsa, masalan, полный ассортиментный lineykasi chotki qurilgan, ularga bir dona produkt olib kelsang, zo'r вписаться qiladi-da общий kontekstga. Shunaqa bo'lsa boshqa gap. Lekin ko'pincha mebel do'konlar umuman boshqa narsa sotishadi. Ya'ni biz tovarlar bilan bir xil tovar. Masalan, divanni na съемный, masalan, bizda съемный chexol, bizani fishka o'zi. Съемный chexoldagi divanlar borsang, bir dona ham yo'q. Asan bir dona qo'yib qo'yasan-da, uni kimni qiziqtirmoqchisan bir donasi bilan? Ata kirib keladi klient, aytsan, съемный chexoldagilar mana assortiment, mana bunaqalari, mana assortiment desang, уже u klient qiziqadi. U tomon, o'ng tomon yuraymikan, chap tomon yuraymikan. U klient, ya'ni ancha sotish osonroq. Tovarni matritsasini ham chiroyli qilish kerak-da. Masalan, tovarni matrisaga qaytadigan bo'lsa, ko'p odam bilmasa kerak nimaligini, mebelchilar. Tovarni matritsa bu masalan, qanaqadir divanlar bor, divanlarni yoniga hamma qiladi shu narsani, yostiqchasi bor, qanaqadir pledi bor, stoligi bor, boshqasi bor. Bu cross savdo-da. Bu mana bitta asosiy tovar tarafiga cross produktlarni qo'yasan-da, sotasan. И также, masalan, bitta tovaring bor, uni yonida yana bitta tovar bor, xuddi shunaqa yana bitta tovar bor, o'shanga o'xshash. Lekin ular narxi har xil. Ular segment har xil. Klient keladi, klient kelgandan keyin assalomu alaykum, divaninglar necha pul? Divanimiz 8,900 dan boshlanadi. Klient deydi, "O, yaxshi narx, zo'r." Aytsan, "Bo'ldi, davay keling ko'rsataman, chotkisi mana bunaqa. Tak. No, mana maslahatim, agar 1-2 million jalka bo'lmasa, mana bu yerda 10,700 ga ham bor. Уже 2 million teparoq, ya'ni klient ko'ryapti, nimasi yaxshiroq buni? Yo, bunisi ham normalniy, просто mana buni bu qimmatroq. Nimaga qimmat? deb so'raydi biroz klient. Tushuntirasan, просто matosi yaxshiroq, действительно matosi yaxshi, потому что boshqacha mato qo'yilgan, и уже наполнитель boshqacha уровеньdagi, noshkalari taxtadan bo'lishi mumkin, yong'oqdan qimmatbaho nimalardan-da. И u o'rtadagisi слишком qimmat ko'rinmasligi uchun aytsan, yana bittasi bor, lekin u вообще qimmat. U уже 17 million, 15 millionda u aytadi, вообще qimmat. Unda nima problema? Unda nima? U aytsa, "No, bu italyanskiy mato. Bu yerda mana bunaqa pena, bu uncha-munchasiga emas." Bo'ldi. Bu mana shu 3 ta tovar qo'ygandan keyin o'rtadagisini oladi.
Ha-da. Ya'ni Biz ham bu asosiy oddiy bu oddiy tovarniy matritsa, lekin tovarniy matritsani ham do'konda qo'ya olish kerak, chiroyli qo'yish kerak. Da. Tam podsvetkasi bilan, boshqasi bilan, orqasiga nimadirlar bilan dekorlar. Ya'ni mana shunaqa tovarniy matritsani ham ustida uncha-munchasi ishlamaydi praktichески. И sotuvchilarni ham o'rgatmaydi. Prinsipi savdo bo'limlari sal pastroq, anavlari nima deydi? Bilimi? Не то что даже bilimi, a tizimlashtirishi, asl tizimlashishi da, слишком past, hali tam переключение degan narsalar yo'q. Tap keyingisiga o'tkazib pastga tepaga tam klientni qiynab qo'ymay ras sotishlar. Unaqa narsalarni praktikovать qiladi deb o'ylamayman. 90% do'konlar hali u narsa haqida o'ylab ham ko'rmagan bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Поэтому ko'p do'kon daromad topolmaydi. Bitta shuning uchun. Daromad topish uchun birinchi o'chirda klientlarni kirgan klient kimdir masalan bemalol 15 millionga ham oladi. Lekin sen unga 15 millionlik divan tayyorlab qo'ymagansan. Prosta qo'yib qo'yadi-da bu. Da. Klient keladi masalan 6 million 900 ga olishi mumkin. Faqat потому что bugun u kimgadir sovg'a qiladi uni. Unga ko'p слишком qimmat kerak emas. Ya'ni bizda yana bitta nima bor edi. И при этом u bitta klient bo'lishi mumkin. O'ziga olganda 15 millionga oladi. Sovg'aga tam kimgadir to'yana qilib olib beraman desa 6 million 8 ga oladi. Ya'ni o'sha ikkala nimaga tayyor turishimiz kerak. Klientni ha deb asabiga tegavermaslik kerak. Ana qimmatga o'tkazib boshqa qilib. Ya'ni uni hammasini oldindan o'rganib chiqish kerak. Ya'ni uning uchun skript tayyorlash kerak. Klientdan o'zi og'rig'ini bilish kerak. Nima uchun olyapsiz? Kvartirantlargami? Masalan, shunaqa savol beraladi. Kvartirantlarga olyapsizmi? O'zingizgami? Sovg'agami? Yo'q. Tam 10 yilda bir marta prosta qanaqadir joyga qo'ymoqchimiz divan. Nimaga uchun senga divan konkretno? Mana shunaqa narsalar uncha-munchasi qilmaydi, bu problemaga olib keladi, естественно. Tushunarli. Keyin savol, ishchilarni misol uchun olasiz ishga, biznesingizga, o'shanda ishchilarni olayotganda imенно nimaga e'tibor berishni maslahat berasiz, o'zingiz nimaga e'tibor berasiz? Hammaga har doim aytganman, o'sha xodimlarimiz ichida ham top menejmentda ham o'tirganda aytaman. Men xodim olishni bilmayman ishga deyman. Menda faqat shu primerni tanlayman, tirs ishlab ko'raman, o'xshamasa yo'q. Tirs mana shunaqa qilib randomniy ketar ekan. Ja randomniy emas, no tam intuitivno faqat-da, intuitsiya asosida faqat tirs olaman. Endi vazifaga qarab, конечно, kompetensiyalarni tekshirish ham bor. No, в целом shunaqa olaman. И qaysidir o'xshab qoladi, qaysidir o'xshamaydi. Shunaqa payt HR-lar bilan ishlasangiz-chi? HR menejerlar bilan. HR bilan hech qachon ishlamaganman, to'g'risi. Hech qachon plotni ishlab ko'rganman, lekin plotni ishlamaganman HR-lar bilan. HR orqali kelgan bitta ham xodimim yo'q ekan, to'g'risi. Ya'ni hozir ishlayotgan, plotni ishlayotgan xodimlarimiz bittasi. Bitta bor ekan. Bitta bor ekan. Bo'ldi, esladim. Ya'ni HR bilan unaqa ishlamaganman, bu ko'proq rekruter bo'lganda, HR bo'lmagan, oddiy rekruter. Oladi, zaявкani yig'adi, tirs beradi, tam minimalni apros qiladi. Ya'ni u ishmasdi men uchun bu narsa. Prosta ol, tam headhunterdan 100 ta odam top, hammasini uchrashuvga chaqir, hech narsa emasdi bu. Oddiy rekruting. Buni men sekretar bilan qilib rekruter olish shart emas uchun. Уже HR haqida gapirgan, bu boshqa tema, вообще boshqa tema. Da. Tushunarli. Maslahatga o'tadigan bo'lsak, nima maslahat berardim? Xodim olayotganda xodim olishni biladigan odamni yoningizga sherik qilib olinglar. Yaxshiroq bo'ladi. Потому что agar o'zingizlar ola olmasanglar, agar o'zingizlar qiynalsanglar. Xodim olayotganda ham baribir именно nishi bo'yicha sal понятие bo'lmasa ham hamchi ola olmasa kerak deb o'ylayman. Podxodga bog'liq. Masalan, menda ko'p uchraydigan narsa, men professional praktichески olmaganman ishga. Ya'ni professional odam yo'q, вообще yo'q. Komandada bitta ham professional olinmagan. Tushunishinglar uchun вообще yo'q professional. Ya'ni shunaqa o'ringa chiqqan, что odamni taniydi, ishonchi bor, hammani именно flyingga, divanchiga misol uchun. Yo'q, gap unda emas. Biznes protsesslar to'g'ri yurishiga qanchalik yomon biznes protsesslar to'g'ri yurishiga qanchalik to'sqinlik qiladi professional ishga olmaganing degan joy bor-da, u yerda. Biza masalan, endi bizlarning ham nish tema bo'lgandan keyin professional topishga qiyin bo'lgan boshida. Masalan, mebel ishlab chiqarish bo'yicha, yumshoq mebel bo'yicha professional topish qiyin bo'lgan, потому что
hamma kelgan yumshoq mebelchilar biz uchun qanaqadir slabroq bo'lib turavergan. Endi men o'zim ham yoshirim jaxsi, eng aqlli deb hisoblardim o'zimni. O'shaning uchun ham bo'lishi mumkin. Qarayman, sal o'xshamayman, aytaman, yo'q, to'g'ri kelmaydi. Yumshoq mebelchilar deb ma'nosi Ustalarda. usta. Ustalar ishga olganda problem bo'lgan bizda birinchi uchutda. Mhm. Keyin finansist qidirayotganimda ham problem bo'lgan. Hozir ham finansist, professional finansist. Yuristda manimcha problema bo'lgan Yuristda sizlarda. problem bo'lgan, yuristda problem bo'lgan. Sotuvchilarni hammasi noldan ko'tarilgan sotuvchi. Bitta ham sotuvchi professional olinmagan. Ya'ni bittasi olinganda u ham plachevno tugadi oxiri. U ham qiyshiq ishlarda ushlanib qoldi. Короче говоря, professionallar bilan cho'ta men yoqmayapti professional bilan ishlash. Normalniy просто adekvat bo'lsa, adekvat bilan Chestный bo'lsa, да, честный, adekvat, ya'ni talantli va adekvat bo'lsa ishlasa bo'ladi, потому что talantli va adekvat unga в принципе farqi yo'q. Nima ish qildirasan unga. Tez o'rganib ketadi, juda tez ushlab ketadi. Men hozir ham kommersiy direktorim 1 yil oldingina kelgan, umuman sotuvchilik qilmagan hech qachon. Hozir kommersiy direktor banglat yotibdi. Masalan, mana shunaqa keyslar bor. No, конечно, shunaqa keyslar bor, tam fabrika direktorlari bor. Malakasi past bo'lgani uchun juda qiynaldi. Ya'ni meni ham qiynashdi, o'zlari ham qiynalishdi. Mana shunaqa joylari ham bor, потому что ikkinchi taraf boshqa joyda xato qilib kelsa-da, o'sha ancha opiti baland bo'ladi sangacha kelishigacha. Как бы, no, men unaqa odam ishga olib ko'rmaganman, поэтому bilmayman. Может, shunaqadir. Menda hammasi novichok. Menda qisqa va lo'nda savol. Demak, qarz berasizmi odamlarga? Da, menga emas, в целом-da. Odamlarga ishonadigan odamman-da o'zi. Juda ham такой ishonib ketaveraman odamlarga. Hamma qarzga bergan keyslarim yaxshi tugamagan. Ya'ni praktически hammasi 90% hammasi yaxshi tugamagan. Поэтому hozir kimdir menga arzimga $100 so'rasa ham pulim yo'q deyman. Konkret ham yo'q, pulim yo'q. То есть ko'chada hozir juda ham ko'p pul yotibdi hozir sizda. Bor. Ja ko'p emas-u, no, hozir tushunyapman, что men qarz berib turadigan odamman. No, hozir уже 30 dan oshgandan keyin yosh tushunyapman, что sal aqlliroq bo'lib qoldim, yo уже jonimga tegib ketdimi, kuyaverib-da. Hammaga maslahat beraman, qarzga pul bermanglar. no, qarzga pul olmanglar hamda eng qizig'i. Yo, olinglar. Pul olinglar. Agar beradigan odam bo'lsa, pul olinglar. No, yana bitta narsa, masalan, o'zim akamdan pul olganman, hozir men esimga kelib qoldi yana. Qanchadir pul olganman, $6000 pul olganman qarzga. Olib kiraveraman dedim. 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri hali olib kirmadim. O'sha kuni ko'rib qoldim-da, "Aka, qarz tayyorlab qo'yganman. Olib kiraveraman" dedim-da, keyin mana yana 2 hafta bo'ldi. Hali olib kirgan, потому что dang'alatmayapti-da, deadline qo'ymayaptilar. Ya'ni qarzga pul berdingmi, deadline qo'y, mana shu kuni olib kirib berasan-da. Olib kirib bermasa, bil, что, no, esingdan chiqarur bu pulni. Bo'ldi уже. Bil, что mana shu odamga umuman pul berib bo'lmaydi. Bu qayta, потому что akam menga deadline qo'ygan, olib kirib berardim. Deadline qo'ymayaptilar. Balkim sizni o'yingiz anaqa qilib initiativa chiqazib olib kelaverasiz o'ylayotgandim. Yo'q, endi unaqa umid qilsa ham bo'ladi, конечно, no, ularga pul endi aytganlar, pul kerak bo'lsa o'zimcha aytaman, men aytdim bo'ldi, любое время olib kiraveraman deyilganda. Hozir endi mana qarzga pul olgandan 3 yil ishlatganingdan keyin pulni, shunaqasi inflyatsiyasi bor, boshqasi bor, уже ustiga 1000 qo'shib berasan-da, по-любому. No, da. Po-любому qaytarganda foiz bilan qaytarasan, потому что sal xafachilik qiladi. Vijdon qiynaladi, vijdon. Tushunarli. Sizda misol uchun shu Woodline'da qilyapsizlar, misol uchun hozir endi qilmayapsiz, aytganingiz bo'yicha qanaqadir payt bo'lganmi, что bo'l asab o'ynadi, yig'ishtiramiz, bo'l yig'ishtir degan narsa bo'lganmi? Bo'lgan. Kompaniya yomon ishirvordi kompaniyani. Kompaniyani ishirvordik, слишком ko'p protsesslar, слишком ko'p do'konlar, слишком ko'p odam, слишком ko'p слишком ko'p bu. Boshqara olmay qoldik umuman. Daromad yo'q. Daromad umuman yo'q. Ko'chadan $500,000 qarzimiz bor. Ichkaridagi balansimizda xuddi примерно o'shancha pul bor. Solishtiryapmiz, kompaniyani nolda, asl narxi nol. Debitorka bilan sona balans bir xil, kreditorka bilan balans bir xil. Keyin shunaqa jonimga tegib ketdi, boyaga aytgan narsani qilmoqchi edimda, уже men aytdim, "Davay, yopaylik." Уже mana anta.
jonim juda charchadim bo'ldi. Men eplolmayapmiz. Tan olish kerak, eplolmayapmiz. Bu tez yugurayotgan moshni oting bordi, lekin sen uni boshqara olmayapsan-da. Nima kerak bor unaqa? Uni по-любому so'yib yuborish kerak, go'sht qilish kerak. Hatto unda kontrol qila olasan, sekin qovurib pishirib. Qancha foydasi tegadi. Xuddi o'shanaqa narsa bu ham. Tez yugurayotgan oting bor, lekin umuman uni kontrol qila olmayapsan, lучше so'yib yubor. Eng zo'ri shu. Eng to'g'ri yo'l shu deb o'ylayman. Qutul, потому что bosh og'rig'ingni to'xtaydi, nervni qilmaysan, ertasi kundan boshlab pul topishni boshlaysan. Shunaqa. Buni eng qiziq joyi shu. Потому что sen pul topa oladigan, kontrol qila oladigan уровеньga tushgandan keyin sразу daromadga chiqishni boshlaysan. Mana bugun sen minusdasan, lekin bitta ish qilsang, ertaga plusda bo'lasan. Ertaga birinchi kundan sразу plusda bo'lasan. Mana shu nima bor, как это paradoksalniy narsa-da bu. Biznesni yopsang daromadga chiqasan. Yopmasang chiqmaysan daromadga. O'shanaqa biznesing bo'lsa, absolutно неуправляемый biznes bo'lsa, yig'ishtir. Uni nima deydi? Yo'q, uni tizimlashtiraman. Yo'q, unga specialist. Убыточный biznesga specialist topish juda qiyin. Hamma tushuntirib xat yeyotganini. Ikkinchidan bu yana investitsiya. Tizimlashtirishga, boshqasi yana investitsiya tiqishing kerak. Ya'ni shundoq ham minusga kirayotgan narsaga yana pul tiqib, yana hali o'xshaydimi? Hali o'xshan, yo asabing tegib, 3 oydan keyin yana yopasan, 3 oyda yana rasxod. Kerak emas. Tas uzish kerak sразу. Nima deydi? Hamma narsa momentida qilar ekansiz. Boshqa yechim yo'q. O'sha momentida qilmasang o'xshamas ekanda. O'zi prosta teoriyani bilish kerak xolos. Что убыточный joyi yop. Biznes yop deganimda ham taktika bilan yopib yuborish shart emas. Prosta o'tirish kerak. Qaysi joy realno senga pul olib kelyapti? Qaysi model olib kelyapti? Qaysi точка olib kelyapti? И так далее. Qaysi segment olib kelyapti? O'shani qoldirib qolgan hammasi kesib tashlaysan. Odamlar bilan bo'shataverasan ishdan. Jalq emas. Bo'shat, потому что odamlarni ham qiynayapsan. Убыточный подразделениеda ishlagisi ham kelmaydi odam. Aslida mana qaysidir 10 ta do'koning bor, bittasi umuman daromad olib kelmayapti. U yerda kirsang, odamlar ham zerikib o'tirgan bo'ladi. To'g'ri. Asablari buzilayotgan bo'ladi. Потому что ular ham tushunib turibdi-da, hamma obstanovkani. Juda напряжёнкада, u juda qiyin. Лучше yo'q. To'g'ri. Tем более ular misol uchun zarplataga ishlaydi, oylik oladi. Misol uchun oyligini ham vijdonlari ham qiynalib ketib qoladi. Shu. Ya, u ham mayli-ku, bir xil vijdon qiynalmaydi. Prosta aytmoqchi bo'lganim, minusda ishlab turgan biznes o'zi как бы oyligini ham oshirib bera olmaysiz-da, o'zi minusda, chunki minusdasiz o'zi. Bizda bo'ldi shu, sal qoldi yopib yuborishimizga, to'liq yopib yuborishimizga, lekin zo'r bo'ldi. Уже psixologически tayyorsan-da, полностью 100% yopib yuborish. Psixologически tayyor bo'lganingdan keyin, charchaganingdan keyin уже baseynda cho'kib ketaverasan-da, 1-2 yil mana shunday qiynalib tiqqa pastga tushasan-da. И как бы уже bo'ldi, tan olding sen уже. Bo'ldi, действительно eplay olmadim. Потому что u yerda ko'proq egoistikniy, ko'proq gapiradi, ego ko'proq gapiradi. Tan olging kelmaydi-da, gapira olmaganingni. Bo'ldi, tan oldim, eplay olmadim deganingdan keyin уже как будто bir oyog'ing tagida qattiq narsa bor-da, ketdi yana tepaga. Xuddi shunaqa ishlaydi. Mana shu Woodline'ga tegishli, именно mana shu hozirgi savolga tegishli bitta questionniroq savol bor. Mana shu biznesni qos, именно misol uchun Woodline bor edi sizda. O'shanda o'zingizni qanaqa чувствовать qilyotdingiz? Типа свободный бизнесмен, maza qilib pul ishlayapti yoki человек, который прям qanaqadir kletkaga tiqilib qolgan, то что boshqa varianti yo'q, shu biznesni qilish kerak по-любому, то что har xil etapga bog'liq u ham. Shunaqa etaplar bo'ldi. Biz 2 yil вообще практически men ishlamadim. Mani vazifam faqat ishlab chiqarishni avtomatlashtirib, avtonomlashtirib, mansiz ham ishlab chiqara oladigan darajaga olib kelish edi mani vazifam. Uni bajardimda chiqib ketdim. Savdo bilan sherigim shug'ullanardi. 1 yil vashi gudyosh qilib yurdim. Rayhon opam bilan tanishgan yillarimiz o'sha bo'lgan. Umuman ishlamasdim. Ya'ni ishxona, fabrika dang'alatib chiqaryapti. Sherigim savdo bilan shug'ullanyapti. Bo'ldi. Mani ishim tugadi derdim-da, yuraverdim. Lekin hozir o'sha paytga qaytsang, ish endi boshlandi. Hali просто etapga chiqib qolgansan, hali keyingi masalani ko'rmayapsan. Keyingi zadachani ko'rmayapsan, xolos. Gap ish tugaganda emas. Menda shunaqa etaplar bo'lgan. Endi etapda bu ham hammasi. Bo'lgan shunaqa etaplar, что tirs tugatding, ishlayapti. Ishlayotgan narsaga nima qilamiz qilib deysan-da. Ketdim dam olgani. Bu dam emas, kitob o'qiysan, treninglarga borasan, har xil boshqa biznesmenlar bilan tanishasan. Mana shunaqa yurasan, networking qilib, ozgina aylangan chiqib ketasan, safarga chiqib ketasan, toqqa chiqib ketasan. Menda bitta savol bor edi shu xodimlar bo'yicha. Aytdingiz-ku, shu qarindoshlarni как бы olishga ham, ishga olishga ham как бы qarshi emasman dedingiz-ku.
tasavvur qilaylik, ayolingiz bor. Ayolingiz sizni shu yo'nalishingizda prям дельный sovetlar beryapti, и prям judayam nima desa bo'ladi, biznes rivojlanishiga kerakli maslahatlar beryapti, даже может быть. O'zi вообще-то shu ayol kishini biznesga qo'shish qanchalik to'g'ri yoki вообще qo'shish kerak emasmi? Shu haqida nima deb o'ylaysiz? Endi qarang, men uylangan paytimda, женатый paytimda ayolim bilan maslahatlashardim. Потому что ayolim juda ham такой intelligentный, juda такой intellektuально kuchli odamda. Тупой emas, короче. To'g'risi maslahatlari juda ham ценный maslahatlar berilardi. Так что biznes protsesslarini ichiga kirgizish xato deb o'ylayman. No, maslahat eshitish kerak baribir. Ozgina eshitish kerak. Слишком chiqarib olmaslik kerak. Да и вообще ayol kishi aqlli bo'lsagina hurmatga egada. Aqlli bo'lmasa, uni ko'pincha hurmat qilmaydi erkaklar. Endi men shunaqa deb o'ylayman, потому что menda shunaqa, по крайней мере, там intellektualniy bo'lsa, intellektualniy kuchli bo'lsa, maslahatini eshitish darajasiga olib kela olsa, masalan, потому что bir xillar просто vahima qilib tashlaydi, bo'ldi. U maslahat emas, просто какой-то шумda, deysan, bo'ldi, tur yoqavatdan deysan. Там нормальный holatda, нормальный ko'rinishda podachasini ham нормальный qilib bersa, bir ikki marta deysanda, keyin eshitib qolsam, yaxshi narsa aytyaptilar, emas desam. Так что ayollarni eshitish kerak. Eshitish kerak. Qanchalik tam ishonish kerak gapiga yoki qanchalik gapiga kirish kerak, kontekstga bog'liq, ayolning o'ziga bog'liq. Qanchalik u aqlli, o'zi qanchalik u kompetentni o'sha savolda. Shundan kelib chiqish kerak. No, eshitish kerak по-любому, ya'ni ayoling-ku eshitmasang iloji yo'q. Kimgadir sen eshitmasang boshqasi eshitadi-da. Boshqasi yetib beradi hamma narsa. Xo'p, keyin o'zi YouTube proyekti nomi Pul top deyiladi bizda. И честно ayta olasizmi, misol uchun bir oyda o'zi necha pul topasiz? 15 ming atrofida. O'rtancha shunaqa. Unga ko'p emas, kichik emas. Yetyapti. Endi boshqalarga qiziq bo'ladi-da shu savol. Senga hozir so'raychi-da. Endi u ham vaziyatga bog'liq-da, baraka topgan, u ham vaziyatga bog'liq. Endi bir ikkita bizani ishda baribir nima deydi? O'rtancha показатель bo'lish kerak-da. Какой средний показатель deysizlar, masalan. Qanaqa средний o'rtancha показатель? O'rtancha показатель shunaqa. Damir aka, bildik, mana успешный biznesmensiz, o'zingizga yarasha tajribangiz bor. Umuman ishsiz yotgan erkaklarga nima maslahat yoki motivatsiya bera olasiz? Bo'ladi-ku, g'arb bekorchi yotgan, divanida yotibdi, misol uchun. Ish qilmaydi. Yo, divanida yotayotgan bo'lsa, agar o'zini puliga sotib olgan bo'lsa, unda normalni. Agar kimdir sovg'a qilib qo'yib, sarpada kelgan, sarpada. Sarpada, voy biling, sarpada kelgan bo'lsa, endi bilmadim men. Yo, endi to'g'risi odamlar ham har xilda. Meni fikrim o'tga suqilmaslik kerak. Yotibdimi? Yotur. Qachon to'xtaydi yotish? Endi meni fikrim, masalan, yotishdan zerikkandan keyin. Yotishdan zerikish qiyinroq, qorni ochgandan keyin. Ya'ni qo'yib ber o'ziga. Pul dumalasin, pul dakansa tushsin oxirgacha, dakansa tushsin, pul tugasin, och bo'lsin. Harakat qilishni boshlaydi. Shunaqa zo'r gap borda. O'zing bilan o'zing uchrashib, o'zingdan ko'ngling qolmagan bo'lsa, lekin значит hali o'zing bilan o'zing uchrashganing yo'q degan gap borda endi. Bu nima degani? Masalan, ko'p boshlayotgan tadbirkorlar, в принципе, любой yosh bolalar, ularda qanaqadir rozовый ochkisi borda. O'zi qanaqadirda ular va серьезный odamda ular hammasi. Какие-то o'ziga bo'lgan anonsi boshqacha-da. Qanaqa qilib unga tushuntirish kerak? Qaysi odam o'sadi? Kim mana oyog'ida konkretni tursa, o'sha zo'r o'sadi. Tamam. Konkretni nima deydi? Yerda zo'r turadigan odam zo'r o'sadi. Потому что unda qanaqadir opora bor, tars nima qilishni biladi u. Rozовый ochkini kiyib olib yuradiganlar o'smaydi. Потому что ular opora yo'q, ular nima qilishni ham bilmaydi. U bekorga yotmayapti, deyman. U nima qilishni bilmayapti, uni tushunmayapti u. Endi qanaqa qilib bilish kerak u nima qilishni? Och qolish kerak. Och qolish kerak. O'sha hamma narsani yo'qotish kerak. O'sha payt ishoninglar, eng pastda bar qattiq nima bor, platforma bor, o'shga tushadi baribir.
Basseynni dinosi deylik, basseyn dinosiga tushadi. Sizni yirtib aka. Tushsin, sekin o'zi harakat qilishni boshlaydi. Mani fikrim shu, qo'yib ber. Agar tezlashtira olsang tushishini tezlashtir, ya'ni shu divanni ham olib qo'y, yerda yotsan. Bo'ldi. Tezlashadi. Boshi taqalish kerak ekan-da. Borib taqalish kerak deb o'ylayman. Любой odam shuni etapdan o'tish kerak. Agar bizda просто problema nimada? Aka-ukalarga поддержка beramiz, tam bolalarimizga поддержка beramizda, o'sha qo'yib bermaymiz tushib ketishga. Qo'yib ber, o'sha tushsin, borib dang etib boshimdan tushsin o'shaga. Qo'yib ber, chotki bo'ladi hammasi. Agar yordam beraversang, nima qilyapsan o'sha payt? Endi yetib boraman degan joyda ko'tarib qo'yapsan. Endi yetib yana ko'tarib qo'y. U xato u. Da o'sha xodimlarni ham shunaqa, xodimlarni ham qo'yib berish. O'shaning uchun men aytdim-ku, bitta xodim haqida. Xodim biznes boshlamoqchiman deganda, oпрос o'tkazyapman, surishtirib nima qilyapman. Qiyin. Nimadir pul topish qiyin o'tdi, потому что tushunyapman, не в тему o'tdi biznes proyektda. Lekin qarshilik qilmayapmiz. Mayli ketaver deyapmiz. Bor qilib ko'r, davay, gaz yordam beramiz, davay, bor. Senga tanishtirib qo'yaman. O'sha sxemada ishlayotganlar bilan tanishtirib qo'yaman deyapmiz. Lekin bir tomondan qo'yib yuborgin kelmayapti, tanishib bilib turibsan, что u ahmoqchilikda, как бы noto'g'ri ish. Ikkinchi tomondan qo'yib yuborish kerak, потому что borib boshi bilan taqalganidan keyingina kelsa, u ancha boshqacha odam keladi. Kuchli takoy, nima bilasanmi? U жёсткий turibdi oyoqda, уже ana chapga o'ngga tashlamaydigan, normalni turgan odam keladi. Zo'r-da, bu zo'r kadr даже keyinchalik partnyorchilikka oladigan bo'lsang, o'shanaqani oladigan bo'lsang, maza qilasan. U turib poq etib nimadir o'qamaydi unga. Ana. Voy, 30 ga kirdim, что-то kayfiyatim yo'q, bosh og'riyapti. O'shanaqalar bo'lmaydi-da, уже как бы конкретно tars. Вот. И ну при этом baribir mana o'sha kuni ham o'tiribman, men aytayapman, уже toy deyapman, keyin sani razbor qilamiz. Razborlar nima uchun kerak-da? Чтобы o'sha yergacha yetishni tezlashtirish uchun. Razbor o'shaning uchun kerak. Просто unga tezroq, потому что o'zi yetib borgunicha yillar o'tib ketib qoladi. A razbor, masalan, biznes razbor qilamiz yoki ideyani razbori o'sha narsani ko'rsatib beradi. Что bu tam o'xshamaydigan narsa. O'shanda tiq etib o'zi bilan o'zini uchrashtirib qo'yasan-da, o'ylaydi, "Voy, debil bo'lgan ekanman. Kallan ishlatsam bo'lar ekan-ku" degan urovgacha olib kelib qo'yish kerak-da uni. Tezroq, qancha tez olib kelib qo'ysang, shuncha zo'r. Поэтому shu razborchilar, mastermindlar men o'shaning uchun yoqadi men o'zimga, потому что o'zim ham o'sha etaplardan o'tganman. Что tezlashtirib berishgan proseslarni. Ya'ni yillar yo'qotmaysan. O'sha tezroq 1-2 soatda hal bo'lib ketadigan narsalar bor-da. Woodline mebellari faqat mass market uchunmi yoki mebel magazinga qanaqadir mashhur yoki qanaqadir bilan boy odam kelganmi xarid qilishga? Mashhur odamlarni kelmaganini bilmayman. Bilaman, bir ikkita blogerlarni ko'rib qolganman. Endi sotuvchilarim aytmaydi-yu, mana bunisi keldi. Lola kirib qolgan do'konimizga qanaqa bo'ldi. Просто hozir divanchini nimasi bilan, как это, divanchida shunaqa praktika bor. Test drive'ga men divan beraman-da, tanishlarim bor. Знаменитый такой. Bekzod aka abstrakt hozir ularga ham bugun olib borib berishadi, xudo xolasa. Tanisizlarmi Bekzod akani? Production. Abstrakt. Da. Instagram ko'rganman, listen tanimgan, Instagram. Ularga masalan berib turamiz, beramiz divan, что bular просто test drive. Bola chaqasi bor takoylarga beramiz, что bular sakrab ishlatib, ana itti ishlatsinda divanni, keyin borib ko'ramiz ularni. Qanaqa bo'ladi. Chista o'tib olish uchunmi? Yo, bilaman oxirida sotasiz. Baribir endi u ikkita narsada o'tdi. Birinchi tomondan, birinchi очередda bu test drive, потому что o'zim tanishlarimga ishonaman-da. Ular bosib ishlatinglar, bosib ishlatadi, tepib ishlatishadi. Tekin kelgan bo'ldi. Biladi, bari almashtirib beradi, tuzatib beradi, nima qilib beradi baribir. Qochib ketdi. Test drive faqat tanishligi. Da, tanishligi. Endi agar hozir test drive nima deydi, hammaga podrat bo'ladigan bo'lsa, unda kimga sotaman-ku? Mana shunaqa joy bor. O'tirib просто qaytarib berishadi. Yo'q, gap o'tirib qaytarib berish xohlamaydi ular 100%, потому что как это, bu ularga sovg'a-da, test drive nimasi bilan ketadi уже. Mebel bir martalik narsa-da, olding bo'ldi. Tushunarli. Damir aka, men misol uchun nima desa bo'ladi, yosh otalarga
maslahat deymizmi misol uchun. Oppa. Men ham yosh otaman-ku. Men ham yosh otaman. Tabriklayman. Yo, men 22 emas. Sen u yosh bola ekan. Da. Misol uchun aytaylik maslahat. Men misol uchun mana sizga o'xshab men ham shu 13-14 yoshimda men o'zim pul topishga chiqib ketganman. Menda lekin uchova bilan o'sha как бы biznesni men совмещать qila olmaganman. Yo uni, yo buni tanlashim kerak. Misol uchun yoshlarga вообще o'zi yosh otalarga nimaga ahamiyat berish kerak deb o'ylaysiz? Shu hozirgi paytda shu o'qishgami, yo mana shu o'zi pul topish, mustaqil pul topishgami? Juda zo'r savol-ku bu. Endi men o'zimdan kelib chiqib gapiraman faqat. Kontekst важен-da, har doim kontekst kerak-da. Masalan, agar men vrach bo'lmoqchi bo'lsam, o'zim borib o'zimni o'zim operatsiya qilib keta olmayman. To'g'ri. Xirurg bo'lmoqchi bo'lsam. U вообще boshqa kontekst. Yurist bo'lmoqchi bo'lsam, o'zimdan o'zim borib kimdir sudda oldini ola olmayman и так далее. Yordam bera olmayman. Mana shunaqa narsa. Agar sen o'zingdan o'zing pul topishga chiqib ketyapsanmi, скорее всего tadbirkor bo'lasan. Sotuvchi bo'lasan yoki tadbirkor bo'lasan-da. Agar sen sotuvchi yoki tadbirkor bo'lging kelmasa, unda o'qi. Da, agar tadbirkor bo'laman yoki sotuvchi bo'laman desang, unda o'qishing shart emas. Просто bos. Da, keyin o'qib olasan, papuchi kitob o'qib ketaversan. Bizda ham shunaqa bo'lganda o'zi. Bizda ham shunaqa bo'lgan. Shu, tadbirkor bo'laman desang, bosaver, ishlayver. Senga o'qish umuman kerak emas. Tushunarli. Mana shunaqa. No, agar imkoniyating bo'lsa o'qib olishga, masalan, qanaqandir bilim olishga, unda o'qish kerak. Endi u ham bilasizlarmi, shunaqa narsa bor. Biz partnyorim bilan postoyanno o'ylab gaplashib o'tirardik-da. Nima uchun maktabda o'qish вообще qiziq bo'lmasdi? Hech kimga. Ya'ni nechta odamdan so'rasa, o'sha matematikami? Mana shunaqa. Hamma darsdan qochish qiziq bo'lardi. Va o'sha joy va shunaqa qiziq bo'lardi. Ana litseyda qochish ko'rsanglar, ana darvozani tagidan shikka chiqib ketardi. Va oynadan sakrab chiqib ketardi o'zi. Ana nega o'sha narsalar qiziqda, lekin o'qish qiziq emasdi. Потому что men uchun maktabda o'qish yoki mana shunaqa narsalar bu ko'proq bilasizlar, ana unga o'xshaydi. Savoli yo'q, javobga o'xshaydi-da. Hali savol yo'q, hali og'riq yo'q. Lekin o'sha javobini beryapti. U javob umuman qiymati 0. Uni 0 emas, minusda uni qiymati. Потому что просто как shovqinda u. Qiymati yo'q narsa. Kimdir gapirayotgan aytdi, shuncha pul ketkazilgan, maktablar qurilgan, ana o'qituvchilar pul to'langan, ular nimadir. Lekin u biz uchun shovqin bo'lganda, просто shovqin, hech qanaqa emas. Потому что yo bizga tushuntirilmaganmi, yo qanaqadir motivatsiya tizimi noto'g'rimi deb o'ylayman. Haligacha tushunmayman. Borib maktab qanaqa tizim bo'yicha ishlaydi? Nima keragi bor uni deyman-da bir xilda. No, nima deysiz? U просто boshlanishida nechtadir bitta tap etib tushadi, odam bilmaydi nimaga kerakligini, fanni o'qiyotgan. Mani uyimdagi ahvolim nima bo'lgan? Ota-onam maktabini o'qiy derdi-da. Lekin o'zlari serial ko'rib o'tirardi. Esmeralda haqida. Tushunasizlar? Ya'ni qanaqa kitob o'qishga qiziqishing mumkin? Hamma serial ko'rib o'tiradi. Serial qiziq. Bu ichki anonlar muhitdan ham kelib chiqish kerak-da. Ya'ni kitob o'qishni yaxshi ko'radigan odamlar bu boshqacha odam. Ular ichki uydagi muhitdan kelib chiqish kerak. Ular nima qilyapti? Nima pul topishga qiziqadigan odamlar, ular ham скорее всего uydagi muhitdan kelib chiqadi. Uydagilar ham soha haqida gapirsa, qanaqadir biznes temalar haqida gapirsa, bu ham o'zidan o'zi qiziqib ketaveradi. To'g'ri. Shaxmatistlarning oilasidan bari shaxmatist chiqadi. Ya'ni потому что qanaqadir qadriyat bor, o'shanga bog'langan qadriyat bor. Естественно, уже ota-onaning tarbiyasidan ham kelib chiqish kerak. Ya'ni qanaqa qilib tarbiya berishadi ular qanaqadir plan bo'yicha motivatsiyalar berib, manipulyatsiyalar bilan tarbiya qilishyaptimi yoki просто qo'yib yuborishganmi? O'sadi, balchiqlada dumalab katta bo'ladi. Ya'ni uni ham men tushunmayman masalan. Haligacha bilmayman nima uchun men o'qimaganman. O'qishga qiziqmasdim, umuman qiziqmasdim. Lekin bir xilda qiziqib qolardim, qachonki onam maqtasa-da, onam "Va, 5 olib keldim" desam, onam maqtasa qiziqib ketardi. Qattiq motivatsiya bo'lardi. Zo'r motivatsiya bo'ladi. Mana shunaqa narsa. Endi uni ham o'rganish kerak. Adashmasam, o'qiyman degan o'qish kerak, ishlayman degan ishlash kerak. U hamma o'zidan kelib chiqish kerak. Просто gaz, короче. Просто to'xtatma, bu gaz ur. Hayotingiz davomida, misol uchun biznes qilasiz, o'shanda
kim bor misol uchun oldingizda mana buni noto'g'ri qilyapsan deb aytoladigan prям yuziga gapiradigan odammi qaysidir yaqin o'rtog'ingizmi yoki o'zi bormi shunaqa odam sizda misol uchun mani o'rtog'im prямой aytadida man bu o'xshamaydigan narsa nima deyapsan deb man gapiradi misol uchun sizga misol uchun bormi shunaqa odam woodline'ni qilayotganingizda biznesni qilayotganingizda kimdir misol uchun shunaqa deganmi qarindoshlaringiz sherigimda faqat ha ular faqat да вообще boshlayotganda вообще prikol bo'lganda уже bir ikkita zakaz bajardik и оборудование kerak ozgina там nimadir olish kerak там kompressor olish kerak nimadir и pul kerak $500-600 pulim bor o'sha pulni tikish kerak и akalarim onam bilib qolganlar nima qilayotganimni keyin akalarim bilan gaplashganlar dvoyurtniy akalarim amakivachchilar tog'avachchilar bilan gaplashganlarda keyin ular telefon qilib tushuntirishyapti endi Damir mani klientlarim почти hammasi Xitoydan Turkiyadan mebel olib kirishadi местный divanlardan foydalanishmaydi ya'ni olishmaydi просто местный divan deyishganda men aytganman bo'ldi tushundim ho'p inobatga olib qo'yaman lekin o'sha payt mana shu aqlim bo'lganda baraka topib har xil segmentlar haqida gapiryapmiz deb tushuntirardim o'zlariga lekin tushuntira olmaganman lekin o'sha payt просто qilib ko'rmoqchi edim любопытство bor edi и mani masalan почти har doim to'xtatishardi uydagilar nimalarim voy man bu tam achitib ham qo'yardi bir xilda mana bu yurist ham nasibcha pul topyapti mana buni o'g'li mana bunaqa mashina qilyapti ana uni qizi mana shunaqa pul topyapti ana qo'shnini o'g'lini qarang mana bunaqa bo'lar mana bunaqa u intuitsiyan bo'lardi-ku tashlab chiqib ketgan mana bunaqa qilsang bo'lardi-ku derdida tut самый maymunning подруги uydan chiqib ketganman keyin uydan chiqib ketganman umuman kelmaganman bir 2 yil kirmaganman uyga qachon kirdim уже soqqa bor уже bo'ldi hammasi protsesslar joyiga qo'yilgan normal undan keyin uyga kirdim hamma jim просто bo'ldi normal доказал да все уже да o'sha payt уже bemalol yurasan как бы hech kimga hech narsa доказать qilishing kerak emas уже tinch поэтому agar atrofdagilar bijir qilayotgan bo'lsa chiqib ket ishingni bitirgin keyin qaytasan maslahat bu realniy masala realniy ishlaydigan narsa o'zimda asablarim buzilaverib jonimga ketgandan keyin ishdan chiqib ketganman misol uchun Damirga shu aytdingiz-ku hozir o'sha woodline'ni anaqa qilayotganimizda boshlayotganda menda boshqacha ideya bor edi mana shu narsani qilardim deb misol uchun shu o'zi вообще-то tadbirkorlikni boshlayotganda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz misol uchun o'sha tasavvur qilaylik shu eng boshiga tushganda да anu прям anaqani titratgan soch paytida emas sal уже tushundim mebel boshlayotganda endi buni hech narsani o'zgartirish ilojisi yo'q не распыляйся derdim nayrni o'zimga ya'ni hamma narsaga kiraverma bitta narsani tanlada o'sha bitta narsani o'sha yoraverasan deb maslahat bergan bo'lar bitta narsani o'sha не распыляйся daraxt bitta joyda ko'karadi degan joyi o'shada o'zi biznesga bitta segment bitta klient bitta produkt taqlatish kerak ana uchiga chiqqandan keyin almashtirasan потому что bir xilga bolalar qarasam biznesni qanaqadir вообще figya narsada qurishyapti-da ana yangi chiqqan o'yinchoq такой bir bola nomi xitoyliklar chiqargan bitta qanaqadir o'yinchoqda biznes qurishgan ko'rdinglarmi bugun ertalab reels chiqib qoluvdi manga nimadir ham nomi bir bola bir bola короче o'sha qanaqadir o'yinchoqda biznes qurishganda butun boshli biznes $1 milliard biznes o'yinchoqda qurilgan mana nishani kuchida bu bitta nisha bitta klient bitta auditoriya mana uchun qilishmagan o'yinchoq ular faqat o'sha konkret nishani tanlab qilishgan qizlarda o'sha qizlar sumkasiga osib yuradiganlar blogerlar и так далее bitta nisha один способ продвижения reklamasi hech qayerda aylanmaydi faqat распаковкаlar через blogerlar kirishgan ya'ni bitta способ продвижения один способ продвижения bitta produkt bitta kategoriya klient bo'ldi nishani kuchi mana shunda точкасы faqat o'shga tas gapingizga qo'shilaman lekin menda boshqa fikr bor misol uchun shunaqa tadbirkorlar bor hamma narsa qilib ko'rgan
prям hamma narsa qilib ko'rgan, har xil yo'nalishlar bilan ishlab ko'rgan, har xil biznes qilib ko'rgan, kuygan, qaysi birdir успешный bo'lgan. Скорее всего, ko'pida kuygan bo'ladi, lekin oxirida qaysidir tochkada to'xtaydi. Qaysidir shu aytganingizdek nishani tanlaydi, o'shanda ko'tarilib ketadi. Lekin o'sha nishasida undan oldingi как бы неудачалari lekin yordam beradi, lekin baribir. Opit. Da. No. Da. Mana bunaqa narsa bor. Bizga yordam beradigan opit bor, bizga yordam bermaydigan opit bor. Если откровенно gaplashadigan bo'lsak, masalan, nishani tanlading, o'sha nishada ishlayapsan. Deylik, sanda nisha, pусть будет там konditsioner tuzatish nishasida. Konditsioner tuzatish nishasida ishlayapsan-da, lekin 5-6 martalab korpusli mebel bilan ishlab ko'rding, mexki mebel bilan ishlab ko'rding, klinika ochib ko'rding, o'qiding, lekin hozir konditsioner tuzatish nishasiga o'tgansan. Endi oldingi keyslar senga qanaqa qilib yordam beradi? O'tdagi tanishlar вообще konditsionerchilar emas. O'tdagi tanishlar umuman nima edi, servis ko'rsatish xizmatlari emas. Условно ishlab chiqarishlar bo'lgan, bu yerda servis ko'rsatish xizmati. Bu yerdagi metod продвижения, balki nimadir o'rganarsan u yerda. Bu yerdagi konkretno biznes qurayotganingda, по крайней мере, produkt yaratayotganingda senga hech qanaqa yordam bermaydi ular. По крайней мере, o'sha protsesslarni qurayotganingda praktik yordam yo'q. Потому что sani networkinging ham oldin bo'lgan ustalar bilan, ular mebelchilar. Bir dona konditsionerchi tanishing yo'q-da. Oddiy misol, meni o'zimda mashina yaqingi paytgacha ham mashina haydardim. Mashina tuzatish shunaqa problema bo'lardi. Вообще нереальный problema. Ishonchli usta yo'q, bitta ustaga olib kirdim, anusini yechib olibdi, barakat olib kirdilar. Nima deydi, katalizator deydimi, bir rolasi bor ekan, ular turadi, genderlarda yechib olibdi o'shani. 2-3 yil oldin edi. Ya'ni shunaqa tanish kam, толковый, mashinani kesamda, shu menda o'ylayman, kesamda, shuni kalitni bersamda, 2 kundan olib ketadi. Kesamda shunda pulini to'lasamda, cho'tka qilib bersin. O'sha payt yo'q edi, вообще mashina haydayotgan payt umuman yo'q edi o'shanaqalar. Или avtomobilga kesamda, kalitni bersa ketsam. O'sha payt normal avtomobilga umuman topmaganman. Aslida bor, qayerdadir turibdi. Men просто ularni tanimayman. Topish uchun qidirish kerak. Qidirishga umuman желание yo'q-da. Условно, agar men tam ustalar bilan ishlasam yoki o'sha menda avtoservisim bo'lsa, 100% menda shunaqa tanishlar bo'lardi. Kimga berishi, kimga yudirishi, kimga remont qilishi aniq bilardim, topshirib ketardim. Ya'ni nishada o'sha o'zingizning segmentingda ishlash qanchalik foyda. Biznes, masalan, mebel biznesida mebel biznes qilmoqchi bo'lsang, mebelchilarning ichida o'ssang, ancha tez rivojlansa, потому что tanish bor. Поставщикlar balobatda yillab bitadigan ishlarni 1-2 kunda hal qilishsan, 2 telefon bilan tik bo'ldi. Ya'ni yordami bor, lekin qanchalik katta bilmadim. Menda bizani sohaga tegishli bitta savol bor edi. Просто siz fikringizni bilmoqchi edim, Damir aka. Mana endi shu o'zingizlarning har xil proyektinglar bo'lgan. Hammasida, misol Instagram yurg'iziladi. Hammasida shu shtatni misol uchun aytaylik, SMS ishlatarsizlar balkim, yoki misol uchun agentstvalar ishlaysizlar. O'zi вообще mana shu bizani yo'nalishga, mana shu marketingoviy agentstva yoki misol uchun SMM spetsialistlar, shularga fikringiz qanaqa? Misol uchun mana onlaynda aytaylik, uslovni misol uchun ishlagan, qanaqadir SMM ishlaganda shu bo'lmaydi demaslar deydigan mana qanaqadir fikrlar bir xilda tadbirkorlar so'rashni negativni o'zi qoldirishadi. Juda ko'p tadbirkorlarda negativniy opit SMMchilar bilan. В том числе bizda. Потому что biz shu 10 yil ichida примерно 10 dan oshig'i bilan ishlab ko'rdik. Har xil komandalar bilan outsourcing chaqirdik, odam oldik, o'qidik. No, bu ham instrument. Ya'ni любой SMM komanda bo'ladimi, marketing agentство bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bu как ish quroli-da. Foydalanuvchidan juda gap katta-da. Hamma ham filigranni, nima deydi, даже go'sht ham kesa olmaydi, pichoq qanchalik zo'r bo'lmasin. Farqi yo'q uning, bari dabdasini chiqarib tashlaydi hammasi. И как divanlarda ham shu, qanchalik zo'r steplering zo'r bo'lmasin, italyanskiy stepler bo'lmaydi, baribir hamma ham skobani tekis qo'ya olmaydi. Farqi ketyapti. Men xuddi shunaqa narsa. Естественно, ish quroli ham har xil bo'ladi. Masalan, biznes uchun marketing agentstvo yoki SMMchilar ish quroli. Ish quroli ham har xil bo'ladi.
undan foydalanuvchisi ham har xil bo'ladi. To'g'ri. Ikkala tomonlamada bu yerda уже kontekstdan kelib chiqish kerak. Birinchidan, ozgina vaqt oldindan, 1-2 yil oldin SMMchilar в целом judayam такой отсталый sfera edi. Masalan, meni fikrim judayam отсталый. Hamma, IT ham, BT ham SMMchi. Hali normalniy montajyor ham yo'q ichida, normalniy montaj ham qilish bilmaydi. Normalniy montaj nimaligini ham bilmaydi. И так далее. Hozir yaqinda Samarqanddan keldik, videolarni ko'ryapman. Да, вообще. Qaysi asrda qolib ketgansizlar degim keladi-da. Как бы вообще ни о чем. И masalan bir xil SMMchilar bor, чётки вообще. И SMMchilar qiziqlari bor-da. Masalan, marketing agentство olganimizda ham слишком ko'p там tizim, strategiya tam yo'q, bu yoqda, a videoga kelsang bu kontentni it ham ko'rmaydi-da, даже it ko'rmaydi. Jirkan ketadi. A bir xilgilar umuman tizim yo'q-da, lekin kontent shunaqa cho'tka qilib qo'yadi, tam tirs. Ertasi kuni уже videosini shunaqa zo'r и organik cho'tki uchyapti video. Как бы hammani o'zini fishkasi bor, hamma kuchli taraf bor. Kimgadir realniy strategiya marketing kerak. Da? Kimgadir tezroq kontent ber, mana bugun ber. 1 soatdan keyin ber, bo'ldi. Ya'ni bu ham anonga, ya'ni SMMchilar, agar SMM biznes qilmoqchi bo'lganlar yoki marketing agentstvalarga ham maslahat. O'zingizlarning kuchli tarafinglar yo siz tizim, o'sha marketing tizim, sistema, tam strategiya yoki kontent generatsiyasimi? Nima kuchli tarafinglar? O'shanga yarashib, masalan, topish kerak-da. Tadbirkor. Masalan, yaqin o'zimda bo'ldi. SMMchilar almashtirib, proyektga SMMchi qidiryapman. Vazifa berdim. Ertasi kuni soat 10 ga ertalabki tayyor bo'lish kerak hamma narsa. 2 bo'ldi soat, 4 bo'ldi soat, 7 bo'ldi soat, men telefon qilaman. Voy, baraka topku. Qani, ber. Qanaqa qilib ishlaysan bunaqa SMMchi bilan? To'g'ri. Eplolmayapsanmi? Eplolmayapman. Ozgina vaqt ber, deadline cho'z, nimadir qil. Men orqadan yugurib yurmas, pulingni ham to'laydi, yana orqadan kontent qidirib yuring. San. Обратная связь. Да, yana bittasi bor. Yana bittasi bo'ldi, xuddi o'sha ahvol. Тоже razdolbayda такой. Kontent birinchidan musor, umuman yoqmadi sifati. Men aytdim, seni qo'lingdan kelmas ekan umuman. Toy yig'ishtir buni. Bu temani saniki emas bu. Yig'ishtirib qo'ydik. Mana hozir topildi, baribir cho'tkisi topildi. Menga keragi topildi. Menga masalan aniq pozitsionирование kerak edi. Aniq pozitsionирование и qanaqadir tam aytdi. Kontent. Bo'ldi. В принципе, men topdim. O'sha izlaganimni topdim. U bugungi kunga shunaqa потребность banda. Ertaga потребность o'zgaradimi? Yana boshqa narsani qidirishim kerak. Ya'ni u ham shu etaplarga bog'liq. Masalan, bitta tadbirkor 3 yil poдряд har xil SMMchi qidirishi mumkin. Har xil agentство qidirishi mumkin. Bu ham normalni. Потому что mana kecha ham bittasi so'rovdi. Flipperda. Flipper og'aynim menga men qilmoqchiman deyapti, продвижение qilmoqchiman, o'zim nima bo'yicha, o'zim lичный brendimni ustida ishlamoqchiman deyapti. Men okey, nima qilay deyapti. Biz maslahat berdik. Aytdim, professional ol, professional agentство ol, o'zlari qilib tashlaydi hammasini. Birinchidan test start uchun zo'r narsa. Нулевой tadbirkor uchun marketing agentство zo'r narsa. Потому что сразу да uchadi. To'g'ri. A пока u o'sha просто oddiy misolni Instagramni, Facebookka bog'laganicha o'zi. Da, boshlar achib, ChatGPTni ham miyasini achib yuboradi-da. Joniga tegib ketadi, ChatGPTni so'kib yuboradi uni. Tur yo'qol deydi. Ikkita kitobdan topolmayapsanmi deydi. Masalan, oddiy mana shunaqa prostoy, banal narsalarni marketing agentство mana shunaqa tashlaydi, tez. Tadbirkor o'zi jinni bo'lib qoladi unga. Unga SMMchi ham olish kerak emas, ko'chadan SMMchi ham olish shart emas. Marketing agentство eng zo'ri. Endi boshlayotganligi zo'r. Professionallar endi o'zlari biladi mana. Ular o'sha professional, ular o'zlari konkretniroq vazifa qo'ya oladi ular. Masalan, bizda konkretniroq vazifa qo'ya olamiz biz. Konkretni tirs. Boshlayotganlar endi ular chalg'uradi, yoqqa bu yoqqa tashiydi o'zini. Ularga marketing agentство bo'lsa, ular marketing agentство zo'r tarafi o'tda, скорее всего, boshqaruvchi bor. Ya'ni-da, tam есть CEO, boshqaruvchi yoki katta menejer, u ko'pincha nima qiladi? Nimani tadbirkorga o'tirg'izib qo'yadi-da, tinchlantiradi ozgina. To'g'ri savollar beradi. To'g'ri apros qiladi, to'g'ri informatsiya so'rab oladi. Как бы tez. No, ikkinchi taraf bor, tadbirkor o'zini eng aqlli deb o'ylaydi har doim. Bu ham normalniy, bunga tayyor turish kerak. Tadbirkor har doim eng aqlli. По-любому. Особенно uni onasidan so'rasang, eng aqlli kim? O'g'lim deydi. По-любому shunaqa. Da? Ularga tez kerak. Ko'pinchasi shunaqa tez. Bo'ldi. Pulingiz to'ladimi?
qachon kontent tayyor qilasiz? Hali siz gaplashilmadi, faqat ana predapad to'ladingizgina degan joyini уже gapirib bo'lmaydi bunga shunaqa deyish. Bo'ldi, brat, ertalab boshlaymiz. Bo'ldi. И tez ertaga уже syomka ketyapti. O'shanda u bo'ldi, ish boshlandi deydi. Qutuldim. Bo'ldi, qutuldim. Shunaqa, rostdan shunaqa. Bir soatdan keyin yana bu yozadi-da keyin. Yozmaydi. Adashyapsiz, yozmaydi aslida. Tam syomka boshlangandan keyin siz yozishingiz kerak unga. Brat, ertalabga xudo xolasa videolar tayyor montaj bo'ladi. Keyin ertaga bugun kechki soat 7 ga, короче, mana bu reels уже chiqadi. Так. Mana shunaqada уже как бы kontent daromad, как это, pul olib kelyaptimi, olib kelmayaptimi degan narsani paka esdan chiqarish, просто boshlab yuborish kerak. To'g'ri. Хотя бы layklarini ko'rsin, kommentlarini ko'rsin, просто ko'rsin, nimanidir ko'rsin, bo'ldi, u xursand. Unga tushuntirish kerak emas. Bilasizmi, brat, har bitta reels sizga klient olib kelishga, uni qanaqadir o'zini vazifasi bor. Bu qanaqa reels tushuntirish nima kerak? Shunaqa tadbirkor ularga umuman tushuntirish kerak emas. Ularga просто qil, u zalitet qilsin. O'shanda u senga ishonadi, u keyin senga u savol beradi. Buni sotadigan qilib qanaqa qilsak bo'ladi deb savol beradi. Keyin desa, sotadigan qilish kerak, bo'ldi hozir. Keyin уже savol berish boshlaysan. Produkting qanaqa o'zi? Pozitsionирование qanaqa o'zi? Anaving qanaqa, manaving qanaqa? И так далее. Потому что любой tadbirkor, meni fikrim, практически любой g'irt egoist-da. Agar uni videosi uchsa, pul olib keldimi, unga farqi yo'q. Xuddi biznesda yaxshilanib qolgandek bo'lib qoladi. Sразу shunaqa fikr. Men o'ylayman, agar meni marketing agentstvam bo'lsa, o'shandan kelib chiqarman. Men tadbirkorning ichida yurganman, tushuntirman. Просто любой videoni qilasan, uchirasan, saniki. O'sha odam saniki. Bo'ldi. Mayli, demak, почти 2 soat o'tiribmiz. Oxirgi savolni yakunlaydigan savol deymiz. Kelajak avlodga, misol uchun, kichkina yashikchaga solib nimani bekitib qo'ygan bo'lardi, чтобы kelajakda top olsin-da, shu ularga foyda bersin, yoki nimani вообще yo'q yuborgan bo'lardi, чтобы umuman ko'rmasin, bilmasin, eshitmasin ham bu haqida. Такая капсула времени-da. Da. Juda qiziq-ku savol. Miyalab o'tiradigan, o'ylantiradigan savol ekan. Bilasizmi, kelajakdagi avlodga, наверное, bugungi kundagi faktichki данныйlarni berardim. Просто tushunish uchun, потому что tarix shunaqa qiziqarli narsaki, hozir tushuntirib beraman. Tarix shunaqa qiziqarli narsaki, sen 50 yil oldin aniq nima bo'lganini bilmaysan-da. Bu реально nima bo'lgan, konkretно qanaqadir faktlar hamma yoqni aylantirib, politik intereslar bilan biznes intereslar hamma yoq majna qilib tashlaganda, kelajakdagi avlodga, наверное, просто bugungi kundagi faktichki bo'layotgan statistika, masalan, O'zbekiston, хотя бы O'zbekiston haqida, realniy territorialniy granitsalari qayerdan o'tgan, realni qanaqadir suv hajmi, qancha suv bor o'zi, qancha bu kim davlatni boshqaryapti, qanaqa politika bilan olib boryapti. Ya'ni realniy faktichki данные. Masalan, agar meni bobom, o'zim o'ylayman, agar meni bobom o'sha payt yashagan territoriyasi haqida cho'tka qanaqadir informatsiya bersa, kartalari bilan, nimalar bo'lgan, nimalar bo'lmagan deb bersa, mana mazza qilib o'qirdim, nayrni. O'zimni, masalan, даже o'zimni avlodim haqida-da, kim bo'lgan, kim bo'lmaganda, o'shanaqa memuarlar yo'q-da, realniy данныйlar, faktichki данныйlar yo'q. Qanaqadir kimdir aytib bergan, ularga ishonmayman 100%, ularga kimdir bu yerdan aytayapti, ularga ham ishonmayman. Televizion ko'rsang ham qanaqadir данныйlar yig'moqchi bo'lsang, oddiy misol, televizion ko'rsang boshqa narsa, qayerdandir Wikipediyadan o'qisang, sal boshqacharoq narsa, tushunmayapti, nima qilyapmiz o'zi, qanaqa bo'lgan o'zi aslida, masalan, qanaqadir oddiy misol, O'zbekistonning ichki politikasi qanaqa bo'lgandan. To'g'ri, Sovetskiy Soyuz balobatir, lekin men o'zim qiziqaman tarixga. Наверное, qanaqadir realniy faktichki данныйlar tashlab ketardim. Просто o'rganish. Agar ularga bitta yordam berish mumkin bo'lgan narsa shu bo'lardi, adashmasam. Потому что ular spor, qanaqadir sporni hal qilish kerak, territorialniy spor. Bu yerda anaqa chiq ketib konkretniy данныйlar turibdi. Amerika tashlab ketishdilar. O'zi, uslovni-da. Вот. Nimani yoqib yuborardim? Nimani yoqib yuborardim hech kim ko'rmasligi uchun. Bitta TikTok videom bor-da, o'shani shunday yoqib yuborardim. Hech kim ko'rmasin. Keyingi pokoleniya ko'rmasin, shunday yoqib yuborardim. Tushunarli. Yaxshi. Yana shu. Mazaq suhbat qildik. Damirga rahmat. Rahmat kattakon kelganingizga. Juda ham qiziq suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, bizani ko'rayotgan tag'izi tomoshabinlarga ham juda ham
qiziq bo'ladi. Да, juda ham ценный maslahatlar berdingiz deb o'ylayman. Ayniqsa sizdagi biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun menimcha juda prям anaqa интересный ma'lumotlar olishadi o'zingizga tegishli. Umid qilaman, agar kimgadir yordam bersa bu narsa, конечно, hatto bitta odamga yordam bersa ham уже нормально, уже четко. Shunaqa. Yo'q joydan 2 soat mana bu yerda gaplashib, fikr almashib o'tirganda kimdir o'shandan qanaqadir foyda olsa zo'r-ku bu. Qo'shilaman, shunaqa. Men ham foyda oldim. Такой нормальный savobda bu. O'zimizga ham rosa foydali bo'ldi. O'zimizga ham rosa foydali. Sizlarga rahmat chaqirganingizga. Rahmat. Xudo xolasa keyingilarida yana qanchadir vaqtdan keyin yana ko'ramiz. Yangi insaytlar bilan qaytamiz. Kutamiz. Shunaqa. Mayli. Rahmat. Ko'rganingiz uchun. Tak.